Başladık hamsi ağabeyimde. Başladık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. Yolda sudak aktı bizim tenimiz. Sen için ey yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Allah'ın canları düşmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladımız. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. 一个民族某一个阶段，并且这个国家的环境以言论获罪，因为办了媒体获罪，因为说真话获罪，
对不对？我愿意，我觉得是很荣耀的事情，对吧？而且真的那个时候出现的话，我以前就说过，用我卑微的生命呼唤自由，这是幸福的事情，骄傲的事情，对吧？所以这个不应该是很痛苦的。短期一听的时候可能紧张，我有过，但我觉得这可能持续几分钟，甚至可能是几个小时。我唯一的牵挂就是母亲和孩子们。要是判死刑，我有心理准备。这个也许我们民族的人付出的代价吧，对吧？我一定他们付出代价的话，可能虽然把我送进去，可能更多的引起对我国民族的关注，可能引起更多的思考，可能引起包括本民族内部还有外面的。但有人说我是维吾尔良知，我不够格。我希望成为维吾尔良知在我身上体现，像很多人的身上体现。我尽量成为良知的人，对民族良知的人，要成为一个民族良知很骄傲的人。我是很幸运的呀，想的话，对不对？我很骄傲，我真的做到了。而且我自己也想，我有时候呢，要是能创造出某种理论或者是模式，维护和平的争取自己的权利，一种抗争的模式，对不对？而且能够取得主流社会的认同。我觉得死了很幸福，而且我认为，一个民族某一个阶段，这个并且。Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlarım. Bugun asli do'stlarimiz bilan o'tganki suhbatimizniki davomi biz xato qilib o'tamdiqniki uchinchisi boshqa bir temalarda paranglashmoqchi edik. Tünügün ayağı xalqimiz arasida bir masala ustida nihoyatda jiddiy g'ulg'ula bo'ldi. Ham oz bo'lmagan qarindoshlarimizniki nervisini o'rlatdi. Ham bu nuqtadan sakrab o'tib ketish bizga mumkin bo'lmadi. Ko'rganinglar, boya ko'rganinglar bir ulug' inson. Uyg'urniki faxrlik o'g'loni. Ilhom To'xti. U o'zi yashayotgan shu muhitda, shu besilingan tuproqda Uyg'ur xalqininki hech bo'lmasa eng ojizona, eng aqlli inson haqlari uchun Xitoyning qonuniga ishonganligi uchun ovoz chiqargandi. Rahimsiz Xitoy mushu ojizona ovozga yo'l qo'ymadi. Bu qarindoshimizni mangulik kesdi. Ama bu qarindoshimiz chet ellarda izchil yod etilib kelinyotidi. Hech kim unutib qolgani yo'q. Hammamiz bu qarindoshimizniki balduroq shu Xitoyning to'mir toponidan qutulishi, shu Xitoyning ashaddiy zindonlardan qutulishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ammo bu qarindoshimizning tashabbus qilayotgani qaysi muhitda tashabbus qilinayotgan ideya edi? U bizniki chet elda qilayotgan da'volarimiz bilan parallel ma'namdi yoki uningga mos kelamdi? Nemishqa aramizda biz necha vaqtdan mustaqillik davosida, Uyg'ur davosida, Sharq Turkiston davosida faoliyat, izchil aktiv faoliyat qilyotidi deydigan deb qaragan ba'zi qarindoshlarimiz Ilhom To'xtininki u ideyasini chet ellarga ko'tarib chiqib, buni dunyoga jakolashga boshladi. Bu hozirgi bizniki mushu da'vo nishonimizga to'g'ri kelamdi. Xalqimiz buni qabul qilamdi. Javobi aniq bo'ldiki, 2 kunning yog'i qarindoshlarimizning to'rlarda nihoyatda qahr, g'azab bilan bu ishga, bularning xohishlariga javob berganligi menimcha nihoyatda yaxshi bir javob bo'ldi bularga. Xalqimizning nima deyotganligini bular aniq bildi. Hamdiki gap buningdan keyingi harakatiga qoldi. Bugun oldi bilan mushu temani o'tganki
şəklimizə təklif qılğan qarindaşlarımız bilan muzokara qilamiz. Andan keyin vaqtimiz azsa boshqa temalarda munoziramizni davom qilamiz. Ko'rib turganlaringlardek bugun ekranimizda yana Germaniyadan Abdurahimjon, Norvegiyadan Erkin Rozi, Amerikadan Ümit Sabir Uyg'ur qarindishimizni taklif qildik. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat, yaxshi bo'linglarmi? Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Yaxşı. Allah hammamizni Xitoy virusidan qo'rusin. Hammanglarning salomat turganliklarini ko'rib so'yindim qarindoshlarim. Bayı deb o'tgandek bu programning beshitilla İlham To'xtininki qilgan so'zlarini bir anglab o'tdik. U dediki, men bir oddiy inson. Agar men mushu oddiy hayotim bilan Uyg'urlarning erkinligini qo'lga keltirishda as qo'shalsam, o'lib ketsam, men o'zimni baxtli his qilaman dedi. Buni ko'rganlar o'z og'zidan angladi. Endi arliqda bugun nemishqa İlham To'xtininki temasini o'tirg'iga ko'tarib chiqdik deganda qarindoshlar, tunugun bo'lgan bir voqea bor bu yerda. Nima voqea bo'ldi deganda, o Anvarjon boshchilik qilib qurgan İlham To'xti gruppasi bir narsa jakalabdi. Ya'ni nima jakalabdi deganda, bular o'ziniki to'r betida bir narsani jakalabdi. Uningda debdiki, aslidagi İlham To'xti gruppasi hozir İlham To'xti instituti deb o'zgartirilibdi. Hem bu xalqimizga va butun dunyoga jakalanibdi. Endi bu yerda nemishqa xalqimiz orasida bu ish shu qadar zo'r g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi deganda, bu yerda bir sabab bor qarindoshlar. Bu sabab nima deganda, bular debdiki, ekranda ko'rib turibsizlar, İlham To'xti institutining yetmoqchi bo'lgan manzili İlham To'xtining ideyasini tarqitish va uni reallikqa aylantirish bo'lib, tuvandagi nuqtalarni o'z ichiga oladi. Chaynada yashayotgan Uyg'ur va Xan millatini o'z ichiga olgan barliq kishilarning do'stlik va inoqlik ichida birga yashashi, o'zaro hurmat asosida tinchlik ichida birga mavjud bo'lishi, barobarlik va qonun bo'yicha idora qilinishi debdi. Demakki, bularningki maqsadi bizni chuchutgan yeri, bularning maqsadi qandaqdir vatanimizniki hozir butun Uyg'ur millati har minut, har sekund so'zlayotgan vatanning tartibsiz mustaqilligini qo'lga keltirmoqchi bizga na inson haqlari, na o'z taqdirini o'zi belgilash deganlarning ishga oshmaydiganligini ta'kidlayotgan bu mezgilda bu İlham To'xti gruppasiga bosh bo'lgan Anvarjon apandi va nimediki Angliyadagi Aziz nima dedi, bir degan birsi borki, Aziz degan ikkisining imzosi borki buningda. Qaraganda bular shu İlham To'xti yangi qurilgan İlham To'xti institutininki mas'ullari bo'lsa kerak. Bu Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingandan keyin xalqimizning qahri g'azabi toshdi. Ham bular tegishli javobini oldi deb o'ylayman. Ammo bu ish qandoq bo'lib dedi, bir degan birsi borki, Aziz ma'bursonda programmani eshitib qo'yibsizlar, shuni o'chirib tinglar. Ammo qandoq bo'lib bu ish o'tirg'i chiqib qoldi. Ya'ni tezini bossang mezi deb biz necha vaqtdan mushu da'vo sepida mushu xalqimizni aldab kelayotgan inson haqlari, o'z taqdirini o'z belgilash safsatiniki tubdan xato ekanligi to'g'risida so'zlab qolayotgandik. Buning da asosligi mushu sahnaning o'ttirsini egallab olgan Dunyo Uyg'ur qurultayiniki xalqimizni aldab kelayotganligini izchil tushuntirib kelayotgandik. O'ylamagan yerdan tuyuqsizlar bu Anvarjon boshchiligidagi bu guruhiniki bu safsatini ko'tarib chiqishi
bizni o qattiq cho'chitdi va qattiq afsuslantirdi. Endi mening bilishimda bu Anvarjon Germaniyada uzun yillardan shu milliy da'voda aktiv faoliyat qilib kelayotgan odamdi. Men bu odamniki uch-qo'shqari bundaq bir pozitsiyada bo'lganini men diqqat qilmagan bo'lishi mumkin, hatto anglab boqmagan. Bu odam dastlab qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy markazining raisi edi. Keyin Dunyo Uyg'ur qurultayidimi vazifa olgan bo'lishi mumkin. Bu ishlarni va u Abdurahimjon do'stimiz yaxshi biladi. Oldi bilan Abdurahimjon do'stimiz mushu Anvarjon va Azizma nima bular haqida ozroq bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsa, qanday odamlar bu? Men cho'nqur tushunmagach, yana mushu do'stimizdan so'rash to'g'ri kelyapti. Qani Abdurahimjon. Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Alaykum salom. Endi bugun yana muhim temada so'zlashib qoldik. Bu riyosatchi efendi Jasorat og'inimiz deb o'tgandek bütün dünyadaki Uyg'urlarni g'ulg'ulga solgan bir vahimalik bir tema bo'lib qoldi. Bir voqea, hodisa. Endi Anvarjon efendi şu vatan davası hareketlerinde 99 yıldan başlap resmi o'tirg'i chiqqan bir şahs. Ondan burun o'zi Erkin Asiya radyosu, Erkin Asiya emas, Amerika'ningki Azadlık radyosuda, München radyoda ishlab, jiq tajribaga ega bo'lgan G'arbningki siyosiy tajribalarini xeyli undan egallagan bir ziyoli kishi o'zi. 99 yılı şu Milli Qurultayni İstanbul'dan Avrupaga yo'tkab kelish harakatida bu kishi intayin kuch chiqadi. Bu kishining atrofida az sondagi bir guruh yoshlar qo'lladik, muntizim jiq kuch chiqadigan joylardagi peshqadam mustaqilchi rahbarlar, peshqadam ziyolilar izchil qo'lladi. Shu munosabat bilan gerçi Germaniyanın içinde München şehrinde bu qurultayni yo'tkab kelishga qarshilik küçük bo'lsin, ama qanday bo'lsin bu qurultayni yo'tkab keldi. Ya'ni hamiz orzulayotgan şu Sharqiy Turkiston milliy qurultayi aslidagi mustaqillik qilgan qurultay 92 yilda qurilganda bekor qilmay deb qotgan qurultay shu edi. Bu qurultayni yo'tkab kelgandan keyin jiq qarshilik uchurdi ichki jihatdan. Mushadagi ba'zi tashkilotlar, shu vaqtdagi Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi va peshqadam ba'zi apandilar izchil qarshi turdi Germaniya ichida. Shunga qaramasdan bu harakatni davomlashtirib, efendim bu Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayiniki programmalari shu vatanniki mustaqilligini talab qilish degandek shu programmada harakat qilib mangdi. Jiq tirishchilik ko'rsatdi, jiq qiyinchilik uchirdi o'zimi, ig'ir darajada qiyinchilik uchirdi, uning biz guvochi. Ammo o'zi balki yo'qmay, bosh egmay tirishchilik ko'rsatdi. Keyincha 2004-yilga kelgan chaqda bu yo'l bilan jiq natijaga erishamayotganmiz deb ichki qurultayni birlashtiramiz. Yoshlar qurultayi bilan milliy qurultayni birlashtiramiz degan ichki majroni beshiqtiramiz. Degan program bo'yicha ichki qurultayni birlashtirgandan keyin u nomini o'zgartirib, shuning bilan milliy Dunyo Uyg'ur qurultayi deb chaqirilgan bo'lib qoldi. Shuning bilan birga bu qurultayning rais bo'lishini Erkin Aliptekin efendi shart qilindi yoshlar qurultayi tarafdan. Erkin efendi bu qurultayga navbatdagi yana birlikka mas'ul bo'lib o'zi vazifa olmasa biz qo'tilmaymiz deb turgandan keyin bo'ladi deb o kishiniki roziligini elib bu qurultay chaqirildi, Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'ldi. Shuning bilan mustaqillik va hokazo degan ham o'zgarib, andiki inson haqlari degan mundaq bir talab bilan o'tirib chiqayli degan programmalar bo'lindi. Buni jiq qitim deb ketdim men. Shuning bilan 2004-yili 12-aprel o milliy qurultay tarqitilib, uning o'rniga Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilgandan keyin Anvarjon efendi buni ma'mur raisi bo'lib kirdi. Shu oydan keyin bu ishlar toz yaxshi ma'murgandan keyin uni tashkilotdan ichida yomon chatga qilgandan keyin istifa berib chiqib ketdi bu kishi. Chiqib ketib, xeyli uzoq qislik o'zi
yoki faoliyat qilib yurdi. Keyin Rabbiya Qodir xonim rais bo'lgandan keyin yana qaytib kirdi. Rabbiya Qodir xonim akirdi. Qurultaydan chiqib ketgan nurg'unlagan kishilarni akirib qurultayning ichiga. Mushunday faoliyat qildi. 2009-yil kelgan chaqda yana toza yaxshi chamg'urib pishmay qoldi bu kishi. Qurultay noziri bilan jiroq turib qo'ysam bo'ldi ekan deb asosan chekingan bo'ldi. 2012-yildan boshlab ondan keyin bu qurultayninki faoliyatlari bilan vatan da'vosi faoliyatlari bilan men jixmi rolim bo'lmaydi ekan, men boshqa bir yo'l tutay deb izlanib oxir İlham To'xta apandi shu muddatsiz qamoq jazosi kesilib ketgandan keyin 2014-yildan keyin ondan keyin bu guruhni tashkillab İlham To'xta apandi guruhi deb uni qutqizish guruhi deb. Shu Germaniyalik, Yevropalik yo'q. Bundaq xeyli nupozova kishilar bilan bu tashkilotni quribdi. Endi buni hammamiz bilamiz, dunyoda bilmagan odam oz qoldi. Shu faoliyatlar mengayotgan endi bu kishi hurmat qildik. O'zi elki mustaqillik deb bundaq bir davronni sog'in bilan ya tashkiliy jihatdan buning layoqatsiz tashkilotlar yoki olmaydi ommaninki bunga bir qizg'inlik hahu deb yo'lak bo'ldigan yerda emas. Bu chechilangu holatda hech qanday natija bermaydigan bir nimaga tushib qolmayli, mustaqillik deydiganlarning boshqalar qilib tursin. Mondaq amaliy bir harakatlarni qilib natija ortib turayli degan yo'lga kirib bu kishi shu İlham To'xta guruhininki ishi bilan faoliyat qilib yurdi. Hakikaten jiq foydasi bo'ldi deymiz ham buni. İlham To'xta bir shaxs emas, Xitoyninki asosiy qonunda belgilangan huquqlar, ya'ni insoniy huquqlar bo'yicha Uyg'urlarning shunday yashashga imkoniyat berish lozim deb shu Xitoy davlatining shu o'zining qonuni bo'yicha ahdlab qilgan bir kishi ya avtonomiyani talab qilmagan yoki bir erkinlik deb talab qilmagan. Faqat Xitoyning qonuni bo'yicha milliy territoriyalik avtonomiya qonunida belgilangan norma bo'yicha muomala qilish lozim Uyg'urlarga. Ikkinchi sinf millat qatorida muomala qilmaslik kerak degan talabni o'tirib qo'yib shu fikrni olib surganligi uchun u kishi jazolandi. Endi Uyg'urlarning huquqini talab qilganlik uchun jazolandi deb turib endi buni o'tirib chiqib Xitoy mushunchalik mana zolim, ya'ni millatchilikda, irqchilikda men mushundaq vosita qo'llanmayapti Uyg'urlarga qarshi degan mundaq bir masalani yo'ritishga kuch chiqadi. Endi uning natijalari xeyli bo'ldi. Inson İlham To'xta apandi nurg'unlagan mukofotga erishdi. Shularning amiginiki mevasi bo'ldi albatta uni. Endi tuzuqsizdan tunugunlarni anglayapmiz, ko'ryapmiz azdolar. Men azdolar ko'rdim, ichim shunday siqildi. Bu kishi shu İlham To'xta instituti degan bir guruhni qurib chiqib, endi buni qurgandan keyin bunu qurgandan keyin endi bu İlham To'xta apandining iddiasini tashviq qilishning o'zi vatan sirtida. Bu intayin bir xatarlik bir vaziyat. Qanday xatarlik degan chaqda buningga qaytilib mangadigan Uyg'urlarmi chaqiliq, ya'ni yo'q degan olmaydi, chiqadi. Buningga qaytilib mangadigan Uyg'urlarmi chiqadi. Ondan keyin G'arb dunyosiga qarata Uyg'urlarning mavqesini taqdim qilgan bo'lib qoldi buning bilan. Ya'ni Uyg'urlar nima talab qildi desa, 2018-yilda Amerikadagi Nuri Turkel biz avtonomiya uchun kurash qilyapmiz, avtonomiya talab qilamiz deganga o'xshashlar 2 yil o'tgandan keyin Anvarjon apandi bu bayroqni ko'tarib chiqishi bu ma'lum jihatdan salmoqni egallab qoladi bu Uyg'urlarningki G'arbga qarata vatan da'vosi, mustaqillik harakatlarining yuziga tushirilgan bir dog' bo'lib, bu bir tarozning bir tarafini bosudimishqa. Anvarjon apandi odatdagi faoliyatchilardan emas. Anvarjon apandi agar maydonga faqat İlham To'xtani qutqizish guruhi degan bu guruh bilan o'tirib chiqib tunilgan shaxs bo'lgan bo'lsa, bu kishi shu avtonomiyalik yoki Xitoyning ichidagi bir qonun bo'yicha ahdlab qildigan bir guruhningki chet eldagi xodim ekan deb tunilgan bo'lsa-mi bir gap. Ammo bu kishiniki 99-yildan boshlab Uyg'urlarning chet eldagi nopozlik, qonunlik bir tashkilotining raisi bo'lgan salohiyati bor kishi bu. Sobiq prezident deganga o'xshash bir davlatningki prezidentlari masalan o'qitun chiqib ketgan bo'lsa-mu, sobiq prezident deydigan bir salohiyat bilan u davlatga vakolatan alayda taruz bosadi. Uning degan bayonotlari, qilgan gaplari, ish faoliyatlari shu davlatningki xarakteriga nisbatan, davlatning siyosiy maydoniga nisbatan taruz bosadi. Endi İlham To'xta apandi, Anvarjon apandi endi bu salohiyatini o'zidan yuyib olmaydi. Har qancha men İlham To'xtaningki eqimidan mangilgan
Fakat yeliki Xitay Uyghur tinchlikda birga yaşaydigan bir ekonomi teşebbüs kılgan adam men devası mı? Bunun sabiq salahiyetini koşup durup bunu darıcıga alıdı elbette. 5 yıl bir salahiyetle men kitapkan adam her qancha bolsa onunki kıymeti var chet elde. Biz Uygurlarni itiraf qilmagan bilen Uygurlar o kişini bulup mu yeniden chet elga chiqqan ve yeniden bu işlerge vatan davasıga dikkat qilgan Uygurlar habersiz natunuş bolsa ama G'arb dünyası Uygur Xitay meselesiga qiziqadigan siyasi etkim, siyasi şahslar, devletler bu kişinin siyasi salahiyetini bildi. Şunun için bu yaman bir xatarlik bir hadise. Oturup çıkışı Envercan Efendi'ninki. Adıma Eza kardeşimizin özümü 20 yılların yağı chet elde yaşavatkan şu siyasi davaga dastlabda aktif faaliyetden kirgan keyincha o'zi tinch bir yo'lni tanlab şu Angliyada şu muqam ansambli, Uyghur ansambli degandek bir ömek teşkillab şu naqsh usul madaniyatni Uyg'urlarning şu faaliyetlerini chet elga tanitish faaliyetini qilib kelgan bir shaxs endi yozuvchi bilan shug'ullangan Uyg'urlarning ahvolini yezib, inglizcha yezib, buni tashkil qilayotgan bir kishi. Uni boshqalar nima desa desin, mayli ko'ktab buni salohiyati qanday gap qilishni qat'iy nazar, ammo o'zi bir aktiv faaliyet qilayotgan bir shaxs o. Angliyada tanilgan rasmiy inglizlarning oldida faaliyetchan bir shaxs. Bu kishining bu harakatga qatnashib bundan da İlham To'xti Efendi'ninki gruppasının yig'inlari bo'lganda qatnashdi. O davlatlik berib, Envercan Efendi endi turib bu faaliyetlarga qatnashatdi. O'zi Uyg'ur qalamkashlar jamiyatiningki ulug' a'zosi ham ma'lum rahbariy gruppaning hay'atining a'zosi bo'lgan shundoq bir shaxs endi bu. Bu orlashibdi. Orlashgandan keyin endi bu til haqoratlar degandan keyin shuncha yig'ib ketdi hozir ijtimoiy taraqqilarda. Nima uchun bunday qildi degan chog'da Yelki, neçe qetimki söhbetli dep geldik. İnsan hakları, kişilik hukuk diyen bu davalı fakat Ahmedi dep biz şunu teşkil qilib geldik. Qurultayninki mevqasini tanqid qildik. Bazı yakki faaliyet qildigan kişilik hukukçu şahslarni tanqid qildik biz. Endi o'g'an chaqda onunda mı tövenge tushib Uyghur Xitay beraber yaşaydigan Cumhurda Uygurlar Xitaylar beraber yaşaydigan, ittifak, inak yaşaydigan, paravan yaşaydigan tinchlik bir muhitni barpo qilish bizning maqsadimiz. İlham To'xtining iddisi mushuddi deb buningga chet elda varislik qilishning o'zi bu nihoyatda ayblashga tegishlik, qarshi chiqishga tegishlik bir bugünkidek bir vaziyatda bu qolgan uchun xalqimiz bunga yomon norozilik ketishga haqli. Agar 2018 yıldan burunqidek, hatta Ürümçi qirg'inchilikka buluştum burunqidek bir vaziyatlerde, mushundaq o'tirib chiqqan bo'lsa, balkim xalqimiz bu diqqatni qilmaydi, shu menga o'xshash, senga o'xshash bir qancha adam u yerda o'xshab qoladi, balkim binasiga yozatdik, baribir bizni ig'vochi bu ko'ranmas, hasad qilib deb tillab haqla tükürük kumbatadi balkim. Ama 2009 yildagidek bir qirg'inchilik bo'lgandan keyin 2016 yıldan başlap bundaq ommaviy so'lab to'liq qirg'in qilayotgan bir vaziyatning o'zida endi qo'pib bu Xitoy bilan Uyg'ur Jungoda inat ittifoq tinchlik yashaydigan bir vaziyatni barpo qilish uchun kurash qilmaydigan bu shuarni ko'tarib chiqishning o'zini, ya'ni millatimiz bu xoinlikda baho beryapti. Endi xoinlikdan boshqa narsa bo'lmaydi. Shundaq shakllarda bo'ladigan o'xshaydi hamda qarindoshlar. Men shunchalik so'zlab turay hozircha. Rahmat. Oldu. Maaşki ağınımız erkin ümit silamo tönügün ayağı ciddi dikkat qilib qalasizlar bu hadisiga. Sizlar nimadan his qildinglar shu jarayonda? Qani erkin. Hadi assalomu alaykum. Yana bir qator butun dunyodagi barliq vatan sevgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sizlar bilan yana takrar Mujasarat Efendi ekran orqali ko'rishganimdan xursandman. Ro'z kunlaringiz muborak bo'lsin. Degandek hozir meyada azroq uzilib ketib Abdurimjonninki men ishda bo'lib bu masalani to'liq o'qib bo'lolmagandim. Bayatın internet azroq yana men programmadan chiqib ketibdim qildim. Abdurimjonning so'zidan bu İlham To'xti institutining qurilishi ham bu nimaninki qurilishi buniki asosli programmasini men hozir anglab chiqdim.
Endi xalqimizning meningcha bo'lgan chaqda bergan bahoyi to'g'ri. Bu institutning qurilishi, masalan, Ilhom To'xtininki qandaq ideyada ekanligini bu yerda mencha bo'lgan chaqda o'zida ta'tirga tashviq qilgan deb turib tushunaman. Xalqimiz buni bir xoinlik deb turib deganni men albatta to'g'ri deb qarayman. Endi bu yerda men tushundirmoqchi bo'lgan mening nuqtam deganda vaqtingizda mushu Ilhom To'xti instituti qanday qilib qurilib qoldi degan masala meniki ozroq diqqatimni tortdi. Men balkim bu ishning orqa tarafini o'zimning kuchimning yetishicha o'rgangan siyosiy bilimlarga qatsa men tushuntirishga tirishaman. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chaqda Ilhom To'xti institutining qurilishi mohiyatda bu Yevropa, Amerika taqovatgan Kunzi institutining o'rnini oldi desak to'g'ri bo'ldi. Endi bu paket nima uchun Kunzi instituti dunyoda qurildi degan vaqtning o'zida xabaringlarda bor, dunyoni boshqaraman deydigan har qanday kuch bo'lsa, bunida bir yumshoq kuch bo'lishi kerak. Yumshoq kuch bo'lmagan davlat diktator orqali dunyoni boshqardi. Kunzi institutining qurilishi bu Xitoyning mohiyat etgan vaqtda tashqi dunyoda 5000 yillik Xitoy madaniyatini, Xitoyning qanday ekanligini, Xitoyning boshqa davlatga urush ochmaganligini, zaten Xitoyning qanday bir madaniyatli millat ekanligini, dunyo boshqarishga loyiq millat ekanligini buni tunishtirgan institut. Albatta institutning vazifasi mohiyat bo'ldi. Xabaringlarda bor, bu yerda institut o'zining madaniyatiga, o'zining ideologiyasiga varislik qilgan o'quvchilarni tarbiyalaydi, o'zining ideologiyasini tashviq qiladi. Shu sababdan Kunzi instituti bu tashqi dunyoda qurilgan, ammo Kunzi instituti mushu 3 jihatdan, masalan, Xitoy millati buni yig'inchoqlasak, masalan, Kunzi instituti Xitoyning yumshoq kuchi deb turib tushundirdim. Bu Xitoyning yumshoq kuchi 3 jihatdan mag'lub bo'ldi. Bir, qachonki 2009-yildagi qirg'inchiligim bo'libmi, birinchi yumshoq kuchi Uyg'urlarni mushu jazo lageri, kamp, to'plum erkiy qirg'inchilik shakliga boshlash, erkiy qirg'inchilik bilan shug'ullanish asosida xabaringlarda bor, butun dunyo medialarining nihoyat qattiq ayblashiga uchradi. Hatto Amerikada bu qonun ma'qullaydigan darajaga yetdi. Yahudlarning organlari bo'lsin, butun dunyo zati o'tgan yili mushu Xitoyga qarshi namoyish, buni tanqidlash, ayblashlar bilan o'tdi. Ikki, Xitoy hukumati bu yumshoq kuchni Hong Kong namoyishi orqali yo'qotdi. Endi biz dünya xalq o'yildiki, masalan, Uyg'urlar ayrim kulturda, ayrim dinda, ayrim madaniyatda bunda qaraq bir muomala qilib qilishi, Xitoydek bir diktator davlatga mos kelib qilishi mumkin degan bo'lsa, masalan, mening tushunchamda Hong Kongdagi o'z millatidan bo'lgan demokratiyani istagan xalqni, masalan, 6-oyning 9-yili o'tgan yil 2019 boshlang'ich namoyish jarayonida o'zining bir millati bo'lgan xalqimi vahshiyona muomalalaridan dunyo xalqi cho'chidi. Bu ikkinchi jihatdan Xitoy yumshoq kuchini yo'qotdi. Uchinchi yumshoq kuchini yo'qotgan nuqta qaysi ekan? O'tgan yil boshlangan bu, ya'ni bu Xitoy virusi orqali dunyo xalqi Xitoyning zodi qanday millat ekanligini bir qator to'liq to'nidi. Masalan, Xitoylarning ko'ngil elishqidek narsalarni yeyishi, avtobuslarga tarat qilishi, chet elliklarni yaklashi, bütün yemek-içmekten tatip diktatör usulleri, mesela Afrikalık hozirgidek bizga tutayotgan aynı usulni, yatak bermaslik, otel bermaslikdek bu aynı usulni Afrikalık chet elliklar qo'llangandan keyin dunyo xalqi bunidan qattiq cho'chib, bu yerda Kunzi institutlarini dunyoda siz dunyoni boshqarishga loyiq emaskansiz deb Kunzi institutlarini taqashga boshladi. Xo'sh, undaq bo'lgan bo'lsa, Xitoyning yanala bu So'd urushida yengilgan bo'lsa-mu, dünya xo'ja bo'lishdan iborat bu ideyasidan hech yonmadi. Undaq bo'lgan bo'lsa qanday qilish kerak? Xitoy hukumati bilan Yevropa bu yerda birlashish orqali bu Xitoyning plani bu yerda Ilhom To'xti institutini barliqqa keltirdi. Bu Xitoyning, chunki manba xabaringlarda bor, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi nereden boshlandi? Ipak yo'lidan boshlandi. Ipak yo'lidagi masala qaysi masala? Sharq Turkiston masalasi. O yerdagi insonlik masalasi qaysi? Uyg'ur masalasi, ya'ni erkiy qirg'inchilik masalasi. Undaq bo'lgandan keyin Xitoy bu yerda yo'g'ab akilib, bu yerda tashqi dunyoda, shuning bilan bu yerda Yevropada bu yerda o'tirib Ilhom To'xti institutini barliqqa keltirish orqali endi yengilgan Kunzi institutini bu yerda Ilhom To'xti instituti bilan Xitoyning bayatında baravar yashash, inoq yashash, ittifoq yashash degan siyosatni tashviq qilishga boshladi deb men shaxsiy ko'z qarashim bilan shunday hukm qilaman. Undaq bo'lgan bo'lsa, bu yerda mening deydigan gapim, Yevropa ittifoqi
ayni vaqtida Kunzi institutini taqıgan bo'lsa, uni o'ylab o'tirib, o'xshash mazmunga yotadigan bu yerda Ilhom To'xta institutini nima ishga chiqirdi? O'ylab qilishi mumkin. Nima uchun echpirdi? Ilhom To'xta echpirdi degan masala chiqishi mumkin. Bu yerda biz Yevropa ittifoqini inson huquq, madaniyat, insonlarning masalan ko'chmanlarni qabul qilish jihatdan emas, bu yerda biz manfaat jihatdan buni ta'liq qilish to'g'ri keldi. Biz cho'qim shunday ta'liq qilishimiz kerak. Chunki Yevropa ittifoqi, chunki Yevropa davlatlari Xitoy bilan bir yo'l, bir balvoqda chambarchas bog'langan. Bu yerda chambarchas bog'langan. Ta hozir qadar ko'rib turibsizlar, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo urushida Xitoy yengilgan bo'lsa-mu, Amerika, Yaponlarning shirkatlari qo'shni davlatlarga taqavatgan bo'lsa-mu, Yevropadan texnicha cho'ng bir sado yo'q. Mening tushunchimcha bo'lgan vaqtimizda Yevropa ittifoqi chet eldagi nurg'un davlatlar, masalan, korxonalarni ochib ketgan taqdirdamiz, Yevropa ittifoqi Xitoy bilan yana 50% atrofida korxonalarni saqlab qoldi. Nima uchun bunda deymiz degan vaqtning o'zida bu Ipak yo'li projesi Yevropa uchun intayin foydali bo'lgan bir projekt. Ya'ni bu yerda Rossiya, Iran qatorliq davlatlar bunaqa neft, boshqa musulmon davlatlar neft bilan ta'minlaydigan, Xitoy ishlab chiqarish bazasi bo'ladigan, Yevropa ittifoqi buni o'tirib to'plam dunyoga sotadigan. Bu yerda bir nuqta edi. Endi bu nuqtada bu yerda bu projeda ikki kuch dunyoda yo'qoladi, yo'qolishni planlagan. Bir Uyg'urlar, ikkinchidan Amerikaning pochilnishidi. Shu sababdan Amerika bizning manfaatimizga qo'ltiq deydi. Demakchi o'g'lim bu yerda Amerika bilan bizning manfaatimiz tubdan o'rtaq, ammo Yevropa bilan bizning manfaatimiz moyatda yetadigan chog'da, manfaat yetadigan chog'da ta'tirtanasi deb tushunishga bo'ldi. Bu yerda endi nima uchun bunday deymiz degan vaqtda Uyg'urlar yo'qoladi degan deymiz degan vaqtimizda qarindoshlar, sizlar shu janubning yezlariga berib beqinglar. Masalan, men janubning yezida cho'ng bo'lgan, Tarim vodisining qashida cho'ng bo'lgan, bu yerda Naytimu Kevazning ko'p teriydi, bu yerda davlatning belgisi bo'yicha. Bir dehqon 3-oyda Kevazning kaynidan ko'chilab o'tirib kirib ketsa, 12-oygacha ishlasa 1 kilogram paxtani aram $1,5 satamaydi. Andaqda Yevropa ittifoqiga jumladan Yevropa bir jins ishtonni, masalan, 50-500 gramga to'xtamaydigan paxta bilan ishlab chiqargan bir jins ishtonni qancha pulga sotadi? Kam degan $50. Bu yerda Yevropa ittifoqining Xitoydan elayotgan g'oyat zo'r foydasi bor. Shu sabablardan mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda yana bu Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning Ipak yo'lini yana saqlab qolish uchun eng oxirgi tirkishishning bir alomatlari. Shuning uchun bu yerda Kunzi instituti sharmandalarcha mag'lub bo'lgan ahvol ostida endi bu yerda Uyg'urlarni yana bir vosita qilish orqali Xitoyning yana bir ayni siyosatini, mush ayni siyosatni uyg'unlash uchun, taqtish uchun, yana yumshoq ideyasini davomli saqlab qolish uchun o'ynalgan bir o'yin deb o'ylayman. Buni biz millatimiz shunday tushunsa bo'ladi, mening tushuncham. Kunzi institutining o'rnini Ilhom To'xta instituti oldi desak, kechiringlar, xato bo'lmaydi. Men hozircha shunday deb turaman. Rahmat. Ümit. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Abdurimjon Erkinniki gaplariga %100 qo'shilma. Endi hozir miyada biz biroqli temaga kirib ketdik. Ma ekranda albatta bu Ilhom To'xta institutiniki nomida chiqargan bayonot shakllik bu qarorini nurg'un odamlar ko'rgan bilan balkim ba'zi odamlar ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi qarindoshlarimiz, masalan, O'rta Osiyodagi qarindoshlar Makonizni o'qolmaydigan, ya'ni asli Uyg'ur yozig'ini o'qolmaydiganlar bor. Ammo shunda mushuninga maylik eng muhim bir ikki abzas bor. Mushu nimada shuni o'qitishni men to'g'ri ko'ryapman. Agar xohlasanglar men shuni o'qitay. Endi bu yerda eng muhim abzaslari bu yerda. Uning oldidagi, keynidagi mazmunlar sap uzun tushuntirishlar ekan. Mayada jumla o'qiyman, bu bek muhim mazmun. Bu Ilhom To'xtaning ideyasiga qo'shilgan va uning kelgusiga bo'lgan vizyoni, ya'ni ko'z qarashi, nishoni qo'llab
tarqıtılgan her qandaq bir şəxs, qaysı dövlət, millət yoki dinning e'tiqodiga mansub bo'lsin, İlham To'xti institutining yetmoqchi bo'lgan manzili İlham To'xtining ideyasini tarqitish ve uni reallikqa aylantirish bo'lib, tövəndəki noktalarını öz işiga alıdı. China'da, yani bir yerde China'da deb atışımı bir yerde naiti acayip bir gap hamda China'da yaşayotgan, yani Xitoyda yaşayotgan Uyg'ur, Han, yani bir yerde Xitoy deyishga jur'at qilolmabdi. Han millatini o'z ichiga olgan barliq kishilarning do'stlik va inoqlik ichida birga yashashi, o'zaro hurmat asosida tinchlik ichida birga mavjud bo'lish, barobarlik va qonun bo'yicha idora qilish degan mazmun bu yerda bek muhim mazmun hamda. Endi bu meningki buni o'qib chiqishimdagi maqsad bir yerda İlham To'xti va İlham To'xtiningki nemisini boyasa o'zan qo'yib berdim, o'zining so'zlagan so'zini. İlham To'xti Jungoninki topraqlari ichida yashab turib, ya'ni Beijingda yashab turib, Jungoning ichida Uyg'urlarni shu Han millatiga o'xshash, ya'ni Xitoy millatiga o'xshash va Xitoyning ichida yashayotgan boshqa millatlarga o'xshash bir erkinlikka erishtirib, insonlarcha bir haq-huquqqa ega qilish da'vosini qilgan bir odam endi. Bu Xitoyning topraqlari ichida da'vo qilgan odam va Xitoyning asosiy qonunini kozir, ya'ni u yerda rasmiy qilib turib, Xitoy o'zining asosiy qonunini o'zining ko'ziga tiqib turib, shu asosiy qonunda belgilagan moddalarga asosan nima uchun Uyg'ur xalqining bir insoniy haq-huquqini bermaysan degan da'voni qilgan odam. Hamda bu yerda muhim masala shuki, İlham To'xti Xitoy topraqlarida yashayotgan Xitoyning bir grajdani. Hamda bu Xitoyning topraqlari ichida yashayotgan Xitoyning grajdani, albatta u topraqlarda u diktator faşist sistemda Eligo Sharq Turkistonning mustaqilligiga ana o'sha Xitoyning o'zining asos qonunida belgilangan moddalariga asosan Uyg'urning huquqini talab qilganligi uchun muddatsiz kesildi. Demak, bu yerda İlham To'xtiningki o'ttirg'i qo'ygan falsafasi desak, ya'ni İlham To'xtining tushanchalari Xitoy tarafidan mana aytgan chog'da inkor qilingan, hatto İlham To'xtini muddatsiz qamoq jazosiga berilgan bir o'zqarash. Endi İlham To'xti bu yerda savol shuki, İlham To'xtini o'zlarininki falsafasiningki qurg'uvchisi ko'rsatib, İlham To'xti institutini qurib, bu yerda sirtqa İlham To'xtiningki ideyasini tashviq qilayotganlarga bu İlham To'xti bu huquqni berdimi? Bu bir. Endi bu yerdagi farq mundaqda, İlham To'xtini qutuldirish uchun harakat qilish boshqa. Ya'ni bu yerda har bir Uyg'ur biz İlham To'xtiningki bir Uyg'ur ziyolisi ekanligini va shu Xitoy topraqlarida turibmi Uyg'urning huquqi uchun kurash qilib muddatsiz kesilganligini bo'lgan chin qalbimizdan hurmatimiz va bir shaxsamdi. İlham To'xtini qutuldirish, uni shu Xitoy turmalaridan chiqish, erkin dunyoga yondirib chiqish va uning erkinligini berishni orzu qilish hamma Uyg'urning orzusi deb o'ylayman. Endi İlham To'xtini qutuldirish bilan, ya'ni İlham To'xtini qutuldiramiz deb qurilgan bir tashkilotning endi qo'pib İlham To'xtining ideyalarini biz xalqaro yeyib, buni Uyg'urlarningki butun Uyg'urlarning orzusida ko'stish va xalqaroda İlham To'xtiningki ideyasini yeyish, bu bir xato harakat. Endi bu yerda İlham To'xtini qutuldirish
maqsadidan g'olqib o'tib ketib, bu yerda boya Erkin qarindishimizning degandek Xitoylarninki Confucius institutlarininki bir tarmog'idek harakat qilish bu bizningki Sharq Turkistonliklarga bo'lgan bir milliy xoinlik bu. Avu İlham To'xtini qutuldirish esa bu bir insonparvarlik bir harakati bu. Buni butun Uyg'ur qo'llagan. Hamda bu yerda ikki ihanat bor bu yerda. Birinchi ihanat İlham To'xtini qutuldirman deb turib İlham To'xtining nomini satib bu yerda butun Uyg'urning qalbini qozongan. Hamda shu Uyg'urlarning qalbini qozongan bu tashkilot ismini o'zgartib olib İlham To'xtininki hatta bularga shu haq huquqni bermaganlik texi aniq emas. U yerda turib bu yerga mening butun falsafarimni taqdinglar deb balkim bularga ijozatmi bermadi degan gap. Bu yerda birinchidan İlham To'xtini qutuldirish uchun chin qalbidan yuragidan qalbidan bu harakatni qo'llayotganlarga ihanat qildi bular bir. Chunki bu yerda xalq İlham To'xtini qutuldirish uchun harakat qilayotgan bir tashkilot deb qo'llab kelgan. O'zining millatidan qo'llashga erishmagan tashkilotni boshqa yerlarni qo'llamaydi, Yevropa olsun, Amerika olsun. Endi bu yerda xalqidan azroq kuch ilib, azroq bir jasorat olgandan keyin endi qo'yib İlham To'xtininki ismini qo'llanib turib, bu yerda Xitoyga taslimiyatchilikni, ya'ni Xitoy bilan birga biz yashab ketalaymiz, ya'ni Xitoy bilan inoq, ya'ni bu yerda nihoyat odamni g'azabning ichiga g'azab qo'zg'aydigan ya'ni nima desa, Chinaga yashayotgan Uyg'ur xan millatlari o'z ichiga olgan barliq kishilarning do'stlik va inoqlik ichida birga yashash, o'zaro hurmat asosida tinchlik ichida birga mavjud bo'lish degan gap bu bular qanchaqada millatga, vatanga ihanatdan boshqa narsa emas. Shuning uchun bu yerda ikki ihanat bor. Biri o'zlariga ishonganlarga ihanat, yana birisi butun millatimizning irodasiga ihanat bor. Endi İlham To'xti Xitoyning ichidagi bir odam, hozir Xitoyning to'proqlari ichidagi bir odam. Bu qanday qilib Uyg'urlarga insonlik muomalasi epkilima degan bir odamningki ideyasini aytib, hamda xalqaro buni qo'yib mushu ideyani yoyman desa, boya Abdurahimjon qarindishimizning degandek nihoyat og'ir oqibatlar kelib chiqdi. Chunki birinchidan Abdurahimjon deb o'tdi, bu odatdagi bunday usul o'ynab, nag'ma navo qilib, muzika chep vatandan chiqib, naqsh cho'p to'nilgan birisi emas. Yoki dutlar tambirchi emas bu. Bu bir siyosiy tashkilotning ichida muhim rol o'ynagan bir odam bular. Bu hamda bo'libmi odam. Ikkinchisi meyada bu odamninki uzun yil Dunyo Uyg'ur qurultayidagi tashkilotlar bilan o'sha siyosiy sahnaning ichida Uyg'urlarning ichidagi muhim shaxslardan biri bu odam. Hamda yana birisi bu yerda degan bir yeri bor, ammo oxirida men buni hozir topolmay qoldim. Yana bir muhim jumla ayada bu İlham To'xtining ideyasini dunyodagi tashkilotlarga, butun shu inson haqlari o'rinlariga biz toqitimiz degan yeri bor. Endi bu toqat nima bo'ldi desa, sen İlham To'xtini qutuldirman deb turib, dunyodagi boshqa millatlarning, boshqa dinliklarning hissdoshligini qo'zg'ash bu boshqa. Bu bir insonparvarlik harakati bo'ladi. Ammo sen İlham To'xtininki Xitoylar, Uyg'urlar barobar yashash ideyasini desang, balkim İlham To'xti chet elga chiqsa, yuziga tukirish mumkin ularniki. Agar İlham To'xti shu turmudan qutulib, erkin dunyoga chiqa olgan bo'lsa, balkim bularning yuziga tukurib, sen haqda kim musadini berdi deyish mumkin taxi. Hamda bu yerda bir sotqinlikdan boshqa yolg'onchilikmi bor bu yerda? Bu yerda yolg'onchilik bor. İlham To'xtining nomini qo'llanib turib, fursatchilik qilib, bu yerda xalqaroga Uyg'urning xuddi butun Uyg'urlar mushundaq barobarlikni xohlaydigandek. Amaliyotda bizning butun xalqimizning qalbidagi mustaqillik. Shundoq. Mening gapim hozir shu tugdi. Bugun shu men bir aql qarab baxtim, bu inkaslarning ko'pinchisi qarindoshlar debdiki, vatan davosida mustaqillikni so'zlash bizning qizil siziqimiz debdi. Az bo'lmagan qarindoshlarimiz ashta yozibdi.
Yani dava adimi deydikense özünü fakat ve fakat Uygurlarga mustaqillikdan başkası gerek emas deydiganni qila alsan sen siyaset qil, bu bizden kızıl sızıqımız. Eğer onundan haq ötüp ketip, özünün şahsi menfaati, obro'yi ve başka üçün iş qilsang sen dava adimi emas. Bo'libmi mush qatim shu atalmış institut qurg'uvchilarniki ajoyib rezil iboralarni ishlatib Xitoydagi Uyg'urlar bilan Xitoydagi Hanzu millati yana mangu bir umr birga baravar yashaydigan bir muhit bo'lsa bizning orzuyimiz shu deganda biz dunyoga taqtimiz degani bu hech kimdan ruxsat olmay turib xalqimizning ruxsat olgani yo'q. İlham To'xtadinmi ruxsat olmay turib dunyoga bir hech kimga vakillik qilolmaydigan bo'libmi Uyg'urga vakillik qilolmaydigan bir ideyani tashviq qilishi shundoq ko'ngzi sho'yanga o'xshash bir institutni qurib o'z oldiga dunyoga taqtimiz deyishi bu bir oljigan odamning qilgan ishi. Keşke biz neçe vaqtdan diqqat qilmagan bo'lsak-ki, xalqimiz uni deb baqib, buni deb baqib, oxiri shu arada birlikka kelganligini ko'rmagan bo'lsa bular. Masalan, xalqimizning shu ari nimaga birlikka keldi? Mustaqillik deganga birlikka keldi. Mao qurultay degandikilar ma yanchuqni liqlayotganlarmi? Xalqning puli, ND'ning puli bilan Mercedes minish sharoitiga ega bo'lganlarmi? Xalqimizning besimi bilan mustaqillik deyishga majbur bo'layotgan bir holatda xalqimiz uzundan da'vo sepida faoliyat qilayotgan bir aktiv bir faoliyatchi degan odamning og'zidan bunday gapning chiqishi jiq odamni cho'chitdi va seskantirdi. Ammo biz tariximizni varsak, tarix to'g'riliqni so'zladik qarindoshlar. O'sha yaqin tariximizni varaqlasak, o'sha Niyaz Do'taydan tortib, o'sha Abdukerim Abbasov Şaptul Damollahmagacha bizning aramizdan ajoyib paskesh munofiqlar chiqib turdi ekan shu yaqin tariximizda. Üzülmay chiqib qo'yotdi. Shu yaqin oyog'i 1 yil deyli, jiqni demayli, 1 yilning oyog'i xalqimiz mustaqillik deb to'g'layotgan shundoq kuchli bir mustaqillik irodasini ifoda etgan bir muhitda mushular nomus qilmay mush gaplarni deyishga petina oladi. Cüret qiloladi. Buningdagi asosli sabab nima qarindoshlarim, men toza tushunmadim. Bu muhit toza degandek biz o'ylagandek bo'lmayotgandi Uyg'urlar orasida shu mustaqillik bo'lgan irodani ifodalash degandek mustahkam bo'lmayotgandi va yoki shu da'vo sepib kirib olgan izchil da'voni nantib yeyishniki va boshqa o'z yuz obro'yini ko'tarishniki bir vositasi qilib olganlar mayli undaq shaklda bo'lsin, mayli bundaq shaklda bo'lsin, bir amal qilib o'zini ko'rsatishga tirishish, shundoq bir sababdan bo'layotgandi. Bir nima o'yladinglar bu shaxta qarindoshlar? Nima sabab? Agar ijozat bo'lsa, men shunga bir gapimni qo'shib olgan bo'lsam, chunki o'tganda deganimdek vaqtida davomlasam unutib qoldigan bir nimam bor. Bu tadrijiy bo'layotdi qara. Bu boyasan bizning Sharq Turkiston xalqininki qizil sizig'i dedingmi? Bu bir tomir tutish harakati ib beryotdi Xitoycha. Sabrimizni sinash va xalqimizning tomirini tutish bir harakat bo'lyotdi deb qarayman. Nimishga degan chog'da bu tadrijiy bo'lyotdi deganim, bu yerdagi mushularga mushu fursatlarni beryotgan, ya'ni mushu xoinlikka, bu yerda xoinlik desak Uyg'urlarning orasida bu oldirabli xoin deysizlarki, bu xoin deyish ham oson bo'lib ketdi deydi. Ya albatta bu xoinlikning chek-chegarasi qayergacha bo'ladi degan chog'da mana mushu darajaga yetgan vaqtida bu vatan xoini hisoblanadi bu. Bir davlatning egilik huquqini boshqa millatga topshirib berishni tavsiya qilganlarmi vatan xoini bo'ladi bu yerda. Hem şunun için bir yerde hainlik deb uçuk ataydığa yerim şu. Nima için tadrijiy bo'lyapti bu degan vaqtimda, masalan, Bayi Abdurimjon qarindoshimiz deb o'tib ketdi. O'tgandilar tehe Nuri Turkel. Ya'ni
Dünya Uyghur Qurultayı Nuriy Turkialni bizningki qonun maslahatchimiz deb ataydi hamda ham Uyghur inson haqlari projesininki qurg'uvchilaridan birisi o'zini shu yerning chairmani deb ataydigan birisi. Hamda Nuriy Turkial mu bayi xuddi mau Abdurrahimjon qarindishimiz mau Anvarjonni degandek bu siyosiy sahnada hozir Uyg'urlarningki siyosatchilaridan birisi ve qonunchi tanilgan bir shaxs hamda. Bu yerda millatimizdagi mundaq bir xato tushuncha bor. Bir insonningki qilayotgan so'ziga yoki bo'lmasa vatanning mustaqillik davosiga olib kelayotgan ziyonkashligiga qarshi gap qilish bilanla bu yerda nima uchun uning ustidan bunday gapirsan, bunda nima uchun bunday oqisdan gapirsa yoki bo'lmasa sen haq qopdingmi bu Nuriy Turkialning yapalanini Dolqunning tishlab tatmagan deydigan so'kishlar bilan bo'layotgan mazmunga diqqat qilmaydigan bir masala bor-da. Bu yerda xuddi biz Anvarjon apandaningki siyosiy tashkilotlarda bu siyosiy tashkilotlarda qilayotgan harakatlarini biz inkor qilmaganimizga o'xshash. Ya'ni salohiyatini, bilim saviyasini inkor qilmaganimizga o'xshash. Nuriy Turkialning bu yerda advokatligini inkor qilgan odam yo'q. U advokat. Ama advokatlığı bilan bu yerda Uyg'ur tashkilotlarining ichida xizmat qilib turib, Uyg'ur inson haqlari projesi degan bir projening ichida xizmat qilib turib va Dünya Uyghur Qurultayiningki qonuniy maslahatchisi degan salohiyatlarni to'shib turgan birisi Sharq Turkiston xalqi mustaqillik talab qilmaydi degan gaplarni qilsa, buningga qarshilik bildirish har bir Uyg'urning haqqi. Yani Allah Taala bizga bergan insoniyat qilib yaratgan vaqtida bizga bergan erkinlik haq huquqimiz bu. Hamda bu yerda masalan tadrijiy Muşu hareketler tedrici bizningki xalqimizningki tomurini tutish harakatlari deganimning sababi nima degan chog'da shu Nuriy Turkialningki muxbir bilan bo'lgan o'tkazgan suhbatida u muxbir hammamizga ma'lum, men tunugun Facebook akkauntimdan chiqarib qo'ydim buni. Uyg'urlar mustaqillik talab qilamdi deb mikrofondan og'ziga luqmani sepadi. Seppagan javobi Nuriy Turkialning javobi İngilizcini tushunmaydiganlarga men bu yerda Uyg'urchasini deb beray. Mayli Xitoyning ichida bo'lsin va yoki sirtida Uyg'ur xalqining hozirgi eng muhim ishi va andishisi qanday qilib insondek yashash deb javob berishiga muxbir saqlamay qilib, hatto Nuriy Turkial gapini tugit bo'g'ichorlikda muxbir nima deb so'radi desa, demak undaqda sizlar mustaqillik talab qilmamsizlar degan narsani oldirib ketdi. Ashuni so'rab desa, Nuriy Turkialning bergan javobi Xitoylar naq mushundaq Uyg'urlar mustaqillik uchun kurash qiladi deb ayblab kelmoqda. Ammo hozirgi eng jiddiy va muhim masala hayotda qilish va Xitoy hukumatining Uyg'urlarning mavjudligiga qaratayotgan tahdididan saqlanib qilish. Ammo Uyg'urlar tarixdan beri siyosiy avtonomiya, ijtimoiy erkinlik ve qadr qimmat bilan yashashni talab qilib kelmoqda deb javob berdi. Endi menimcha bu gapni bu yerda yana takrorlayman degan chog'da bu tadrijiy xalqimizningki tomurini tutyotdi. Xalqimiz mushundaq ihonatlarga uchuq oshkora bu yerda boya deb o'tib ketdim. Xoinlik desa bu yerda bir sababi bo'ladi. Hamda bu yerda bir millatning egilik huquqini, bir xalqning erkinligini boshqa bir millatga va yoki ishg'olchi bir davlatga taqsimlab tutib berish bu nima bo'ldi degan chog'da ochiq oshkora vatan xoini bo'ladi. Hamda mushundaq vatan xoinliklari ochiq ifodalangan so'zlarga bo'pti burungi bundaq sotsial media ommaviy taratqular yo'q vaqtlarda bu yerda so'zlab yurganlarning pakiti yo'q bizda. Ammo mushundaq ochiq oshkora pakit bu jim yatqanligimiz uchun endi bu Confucius instituti chiqdi. Endi ma'la qo'yib Ilhom To'xtaning so'zi bu deb o'tirib qo'yotdi. Endi Xitoy endi vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lsa, ya'ni vatanimiz Sharq Turkistonning ichida Uyg'ur xalqimizni dunyoda misli ko'rilmagan qirg'inchiliklar qilyotdi hammamizga ayon.
Yani dünyada bunda misli görülüp bakman bir dünyadaki yeni kırgınçılıknınki, ırkı kırgınçılıkның yeni uslubu bilen kırıvatıdı. Ve halkımızı teslim buluşku zorlavatıdı. Nime üçün ben teslim buluşku zorlavatıdı deymediyse, Uygur halkımızın kalbideki müstakillik iradesini Xitay bilgeçke teslimiyetki zorlavatıdı. Teslim boğan milletlerini nime üçün ezmeydi? Mesela Manchuriya 200 yıl Xitayni ezgen bir millet ama teslim bop oldu, assimile oldu, yok oldu. Nime üçün bugün unda olsa Manchurlar, Xitayning Manchurlarni ezginini kömeymiz. Çünkü teslim bop oldu. Hem de Uygur halkı teslim bulmagan bir millet. Doğru. Teslim bulmaydigan bir millet. Şunun için bir teslim buluşku zorlavatıdı. Bütün şu lager meselesi emniyette nime dese Uygur halkının teslim bulmaganlığının cezası. Yani halkımız şu cezaları takabül turup yani Xitay şunun bir razı bulmadıdı. Xitay teslim kıldıramadı Uygur halkımızda. Hem de Şarkı Türkistan sırtı dostu. Hem de vatanның içinde bundak iziş bilen teslim buluşku zorlavatkanımızda vatanның sırtı yaşavatkan Uygurlarını yani Uygur sözleydiğen mankurtlarını deyim yani. Uygurça sözleydiğen mankurt. Mankurt degende bir yerde Davut mankurt degen hemimizge ma'lum. Burun Hun imperiyalarından başlap bu köktürük Uygur imperiyalarının vaktida muş Xitaylar bilen biz uruş qilgan vaqtlarimizda bir insanlarınki zihnini, minisini, düşüncesini özgertiş için kullanılgan ve özüge teslim kılıp özüge pul kılıydığın bir uslup. Yani bu meninin terisini soyup taşlap, kögünün terisini çaplap, hayvanın terisini çaplap, aptakta koyup, ahırma menisini kurutup, özüge pul kılış uslubu bu. Hem de bir yerde hazırda medya arkalık ve pul arkalık ve şan şöhret arkalık ve yakımsa kişiliğin terbiyelep çıkış arkalık bu insanlar Uygur sözlevatkan bilen Uygur bulmaydı. Bismillahirrahmanirrahim degenin hemisi Müslüman bulmagandek Uygurca yakıkanın hemisi Uygur olamaydı bir yerde. Hem de bu şu mankurtlaştırılgan Uygurlar arkalık bir yerdeki müstakillik iradesini yani halkımızın sabrını muşu mankurtlar arkalık çetelde sınav kılıvatıdır. Doğru. Maaş xeyrinişimiz öz anlarının oyluğunu dep baksanlar bu sualga. Erkincan siz bir gap kılmay ben azırak demelay ya. Ben meniki cesaret bu koygan sualga deysek ben bunu milletimiz içinde hakikaten degендek bayatın Ümit efendim degендek muşundaq bizge vekillik kıldığan bizge vekillik kılıvatkan ruhsatını almagan. Milletten ruhsat almagan ama vekillik kılıvatımız dep turib sözleydigan bayatı qoşuş mankurtlarning payda bo'lışı bu endi menç bo'lgan vaqtımızda bizdek hükümranlıkning ostida turayotgan qo'lliqning ostida turayotgan yo'qotishning manbasi bo'layotgan bu millat selishtigan vaqtning o'zida men buni normal deb qaramayman ama bunu qaramayman bu nuqtani masalan o'zimizning ichidagi masalani masalan men Amerika tarafdan tushuntirishga tirishim masalan bu haqda Amerika hukumati nima deyapti Donald Trump 2018-yilda degan vaqtning o'zida 2018 oxirida dedi Amerika hiçbir zaman Xitay kütkendek sosyalizm bo'lmaydi dedi. Bu yerda deyotgan nuqta qaysi degan chaqda mana shunday Kunzi institutlari orqali CNN, BBC o'xshash cho'ng radio, televiziya kanallar, Voice of America va nurg'un organlarni setib olish orqali Amerikaning ichiga kirib ularni o'zining mantiqisi bo'yicha, ya'ni biz Xitoy kutayotgan, ya'ni dunyoni otizmlik Hristiyan, Müslüman hech qanday kuch bo'lmaydigan. Bu shaklda boshqarish uchun bu yerda kuchli bo'lgan Amerikaning ichiga kirib, korxonchilarga hamisiga o'tirib Xitoydan bozor ochib berib, boy degandek Uyg'urlarni qo'l qilish, yo'q qilishning usuli mangulik ishlaydigan hasha har turli yo'llar orqali bu yerda shu kuchli davlatlarning og'ziga yepish orqali bu yerda shu davlatlarni o'ziga bo'ysundiradigan bir kuch qatorida bu hiyla-mikrlar qilib kelgan. Buniki masalan nima tipik misoli qaysi degan chaqda masalan shu 2019-yili 8-oyning
3'den 25'gacha açılgan religion freedom mesela her millet özünün dinini qilish kerak deganni Donald Trump özü Amerika hökuməti dunyoga şöyle mayli qandaq bolsun Uyg'urdan akirtir dunyoga signalini berdi. Bu kimga bergan signal dedi? Xitoyga bergan signal. Xitoy u yoqda islomni 3 dinning har qanday din mavjud bo'lmagan bir siyosat orqali dunyoni boshqaradigan bu strategiyasini dunyoga tengib Endi demakchi o'g'lim nima desa, Amerikadagi bir davlatni, Yevropadagi bir davlatni har xil usullar bilan og'zini etib kelgan vaqtimizda bu Uyg'urlarning ichidagi bundaq manqurtlarni pul orqali 30-40 yillik strategiya orqali o'qish shakli orqali chiqarish orqali va yoki tuqqanlari orqali masalan Nuriy Turkalga o'xshash amaldorlarning bolalari orqali kommunistlarning bolalarini orqali chunki ularga pasport qolay, pul qolay, hamma narsa qolay. Bizning milliy manfaatimizga haqiqiy vakillik qilgan inqilobchilarning oilalari, qon to'kkanlarning oilalari hech bir zaman tashqi dunyoga chiqish imkoniyati yo'q. Pasport elish imkoniyatim yo'q. Tashqi dunyoga chiqayotganlar zodi qandaq odamlar degan vaqtimizda zaten meni ko'zimda tutayotgan hozir davoni munpul qilgan insonlar biri kommunistlarning bolalari. Buni hammamiz bilamiz, kommunistlarning bolalari. Ikkinchi sortidagi qandaqlar desa, Xitoydan pul orqali, pul o'qish pulish orqali tashqi dunyoga chiqib, shu yerda o'qib, moyatda yana Xitoy hukumati uchun xizmat qiladigan odamlar. Üçüncü turkumdagi insonlar bo'lgan bo'lsa, o'sha tijoratchilar va boshqalar. Bular hamda siyosiy masalalar parlament to'kini yaxshi tunib ketamaydi. Shundoq bo'lgandan keyin bu yer demakchi o'g'lim nima desa, shu Sharq Turkiston masalasi Xitoyning kelgusida shu dunyoga xo'ja bo'lgan eng strategik masala bo'lg'ashqa bu yerda bu narsalarni Xitoy hukumati allabirun planlab qilib qo'ygan. Mening oldingi shu da'voning sipida turayotgan, masalan, bu yerda Nuriy Turkaldan boshqalarni deydilar. Tarixini o'qisanglar hammasi kommunistlarning bolalari. Kommunistlar shu kommunizmga e'tiqod qilgan, kommunizmni Xitoy kommunistik hokimiyatini xudo deydigan, pul deydigan shu ideyadik odamlarning bolalari. Undaq bo'lgankan, Jasorat afandim siz degandek bu yerda doim degidek bizning milliy manfaatimizga, mustaqillik orzuyimizga xilof bo'lgan so'zlarning yana takror chiqishi moyatda bu Xitoyga bo'lgan xizmat va qulluqdan boshqa narsa emas. Texi bizning milliy davoyimizda to'liq holda bizning haqiqiy milliy mustaqillik irodamizga vakillik qiladigan kuch texi haqiqiy shakllanib chiqib bo'lamidi. Biz faqat shu qurgan sistemdan chiqib ketish uchun kurash qilyapti millatimiz inshaalloh. Men bu jihatlarda millatimiz yengil deb o'ylayman. Ham bu yerda men bu orqali Anvarjon apandimga deydigan mening ikki so'zim bor. Bu hurmatli Anvarjon apandim boshliq Dunyo Uyg'ur qurultiyining insonlari millatimizning takror bergan signal ogohlantirishiga qaramay Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida yetib oldi. Bu yoqdan hech qanday bir natija chiqmadi. Dal chiqmaganlikning isboti Anvarjon apandimning 2 hafta ilgari o'zining videosi orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquq komitetining boshlig'i Xitoy bo'lib qoldi. Bu bo'lmadi deb o'tirib bu yerda so'zildi. Men ta'sirlanib ketib ekanman. Bu odam haqiqatan o'tirib milliy davoni yaxshi ko'rdi ekan, yaxshi ko'rdigan o'xshaydi. Xatolikni nimamiz tunibdi dedim. Moyati bu bir taktik ekan, taktika. Ham BDTdan chiqmagandan keyin bu natija BDTdan chiqmagandan keyin endi bu yerda Xitoy bilan Yevropa moyat Xitoy yana bir planni sundi degan gap. Undaq sungandan keyin bu yerda Kunze institutining o'rniga yana bir institutni qurib chiqdi desak to'g'ri bo'ladi. Men bu yerda Anvar apandimga deydiganim shuki, hurmatli apandim, siz BDT inson huquq organida sizlar qanday yengilgan bo'lsangiz, bu projada yana shunday yengilsiz. Chunki sizga yetakchilik qilayotgan, sizga fikr berayotgan va yoki Xitoy bo'lsin va yoki Yevropa komitetidagi amaldorlaringiz bo'lsin, bular bir jipda bog'liqlik. Bular planlayotgan Ipak yo'lining bir yo'l, bir balvoq qurilishi kam deganchada 50% bitdi. Bu eng oxirgi jon talashish. Millatning oldida sharmanda bo'lishdan boshqa hech qanday ishlarni qilmaydi bular.
Xuddi BDT'da Birleşken Teşkilat'ta qandaq şərməndə bo'lmasa, bu projetimiz şərməndə bo'ladi. Dünya yeni bir tərtibə ketyapti. Bununğa o'xshash axlat latsıga o'xshash bu yerda o'g'irni qog'ozga o'xshash bundaq ideyani millatimizga vakillik qilmaydigan ideyalarni eng yaxshi taqatmag'ini yaxshi yengiladi. İnşallah %100 yengiladi. İnşallah. Menimcha shundoq. Sen nima deysan Abdurimjon bu savolga? Bu savolniki boshqa qarindoshimiz yaxshi tushuncha berdi. Azroq yig'inchoqlab gap qilaman deyman, ammo yig'inchoqlab ketib balki yana sharhlab ketishim bor. Hech kishi yo'q ham. Endi bu qandaq bir ishniki yildizi bo'ldi, o'zligidan paydo qolmaydi. Men Abiyatın yağı gapniki söhbətning 5'ta Anvarjon apandimniki qisqacha salohiyatini deb o'tib ketgandim. 2-3 qarindoshimiz ayrimma uchur yo'llabdi. Anvarjon apandimni siz Myunxenda uzun yağı tanıyır ekansiz. Bular harakat qilib ekansizlar Sharqiy Turkiston Rustam Milliy qurultiyi davrida. Ondan keyin yaqin o'tib ketgansizlar, hozirmi qo'llash pozitsiyasida ifoda bildiryapsiz. Ammo Anvarjon apandim Gomindanparast Chin Turkistonchi Aysa guruhiniki yetishtirib chiqqan shogirdi emasmi Uyg'urlarga kelgishida rahbar bo'lib faoliyat qilishga qiqib qo'ygan qo'ziqi emasmisiz, buni qanday qaraysiz debdi. Yeni bir qarindoshning fikrim shunga o'xshab qoladi ekan. Endi shu nuqtadan cho'rdab kelsak, Anvarjon apandimniki salohiyati to'g'risida kelib chiqish to'g'risida yanazroq bir tushuncha berayotay. Darvaqa Anvarjon apandim 60-yili 50-yil bo'lsin qilib Afg'oniston tarafga ko'chib chiqqan muhojir bo'lib, ondan keyin Turkiyaga o'tkilib kelgan. Turkiyaga o'tkilib kelgandan keyin Erkin apandimniki shu Myunxendagi Amerika ovozi radiosida bir azroq amaldor bo'lib, bo'lim boshlig'i bo'lib ishlash salohiyati bilan ondan keyin bularga chaqiriq avatib bir qancha shu Aysa apandimning xizmatini yaxshi qilgan shu vaqtdagi go'dak bolalarni, yosh bolalarni Myunxenga yo'tkab akilish orqali ba'zan til bildiganlarni azroq saviy etilganlarni radioga o'rinlashtirish orqali mana shunday yetaklab mangan rasandi. Bularninki go'dak vaqtida shu İstanbulda yo boshqa shaharda Aysa apandimni aytdi qo'llab xizmatini qilganligim rost bularninki. Ma'lum jihatdan bu ideyaning ta'siri yo'q degil olmaydi. Odamninki tarbiyalanish vaqti asosan kichik vaqtidan boshlanadi, yosh vaqtidan. Bo'libmi bir turmushga chiqib, aqani paqitib bir uyni oila qurg'udak bo'g'ichi orliqda ko'rsatgan ta'sir yomon bak yoki ichidan o'rnab ketib qoladi. Bunga ko'z yumamaymiz. Ammo bir qatim xatolik qilganni doim xatolik qildi deb o'g'lim bo'lmaydi. Endi yetilish jarayoni shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, apandimniki harakat qilgan vaqti shu 5 yil, hech bo'lmasa 5 yillik jarayoni 99-2004-yilgacha haqiqatan yaxshi o'tgan, ham o'zi yomon chakka qilgan, yolg'iz qolganmi bo'lgan endi sirtkilar qo'llamay chiqishlab bo'lgan endi. Endi shu qarindoshimizniki norozilik inkosidan qaragan chaqda bu yaqinqi chet eldagi bo'layotgan ish faoliyatlarining salbiy natijalari, ümidsizlik va hokazodan bo'lishimi bir gap. Bu shu 32-yildan tortib vatanning ichida gansi o'lanchi bo'ldi yetilgan qurilib chiqqan Chin Turkistonchilar jamiyatiningki davomiy chet elda nihoyatda keng ko'lamli qanot yeyish bosqichi davri desak bo'ldi. Bular şu vaqtda 32-yili 45-yillari mustaqillik harakatlariga qarshi Gomindan bilan Xitoy bilan, yana Xitoy bilan biz bir yashaymiz. Yaxshiroq bir avtonomiya huquqi bo'lsa, milliy huquq, diniy huquq bo'lsa, Xitoylar bizni kamsitmasa, bizni uqsida ko'rsa, shular bilan tinchlikda birga yashab ketamiz deb orzu qilgan bir iqlim bor, kuchli bir iqlim. 45-yilda gavdlik o'tirg'i chiqib, o'lkalik birlashma hukumatni qurib, Gomindan hukumatiniki amaldorlari bo'lib xizmat qilgan bu iqlim bo'ladi.
Bular şu paytim andan keyin chet elga 49-yilda chiqdi. Türkiye'yi oruluşup asasen degidek golluk hareket qilgan iqim. Yani bu iqim yetiştirip ma'lum bir ikkinchi avlodni yetishtirganligi rost. Andan keyin ikkinchi bosqichda andan keyin bu iqimning yoshlashtirish davri qachon bo'ldi desek 93-94-yillar chet elga chiqqan bir turkum o'quvchi yoshlar Türkiye'ye çıkış ve Türkiye'nin dünyanın her qaysi joylariga tarqalgan bir grup yoshlar var bular. Bu yoshlarning Germaniyaga kelgan qanoti andan keyin 96-yilda Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bilan tashkillanib bular inson haqlari, kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash degan shu 3 shuar bilan programma, nizomlarni belgilab, kitoblarni e'lon qilib hech qanchalik bir faoliyat yana bir o'tirib chiqqidek imkoniyati bo'lmasin, shu fikrda ching turib, yilda bir qatim bu davlat berib, shu saboqdosh, sabdosh yoshlar 10-20 to'plashib, andan jamiyatlardagi faoliyatga qiziqadigan xalq ommasini to'plab yurib, yig'in etib yurib, shunday ichki bir faoliyat qilgan bu guruhlar. Keyin bular kengayib kelib, ba'zi doktorlar, jirahatdagi peshqadam cho'ng ziyolilar hatto, dangliq ziyolilar bularni qo'llab, hatto Erkin Sidiq apandim shu vaqtda yoshlar qurultayining Amerikada turish vakili edi. Erkin Sidiq apandim endi shu vaqtning o'zida yosh quramni xeli cho'ng qolgan, yoshlar qurultayining ichiga kirdik, yosh quramni yo'q, ammo siyosiy, nazariy jihatdan yetaklikdek darajada bir vakili edi yoshlar qurultayining. Uni o kişinin kendinden gap qilganligi emas, bilginimle davat etmeyemdi. Şundaq darajada yoshlar qurultayi shundaq kengayib mangan. Bu Xitoy bilan birga yashash, o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapning o'zi bu model chiqqan gap emas. 32-yildan boshlangan 45-yil rasmiy hukumat bosqichiga yetgan vatanda. Ondan keyin chet elda ular o'zi bir qo'lliq tarbiyalab yetishtirgan Anvarjon apandimga o'xshash, Umar Tanat apandimga o'xshash ikkinchi avlod tilishliqparvarlar, andan keyin 3-avlodlar yana bir turkum kommunist Xitoy hukmronligi davrida chet elga o'quvchilik munosabatidan chiqib bu faoliyatga, vatan qutqarish harakatiga qatnashgan bir guruhning ichidagi bu bir idea iqimi, o'z taqdirini o'zi belgilash, kishilik huquq, Xitoy bilan birga yashash degan iqimlar. Endi bu taraqqiy qilib o'zaqli chetga qilgan bo'lsa-mu bular peshqadamlar tarafdan, haqiqiy mustaqillikchilar tarafdan chetga qilib, haqoratlanib, qistirilib, so'qilib yurgan bo'lsa-mu, bular 2004-yilda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lib shakllangandan keyin, andan keyin yana bir qatim gavdasini ruslab o'tirg'i chiqib, undan keyin 2006-yilda Rabiya Qodirxonimning aralashishi bilan dedim pul hal qilish bilan andan keyin yilda 2 qatim, 3 qatim haliqi kadrlar tarbiyalash kursi deb 3 kunlik bir yig'inni ochib, uningga her qatimki yig'inda 50-60 odamlarni haqqosh davlatlardan yig'ib akirib qo'yadi, mehmon qilib, esil hotellarda yotqizib, mehmon qilib, o'ynatib, yo'lga qo'yib, rasm tushib, mashhur bunday faoliyatlarni qilib bergandan keyin endi bularning iqimini qo'llaydigan bir kuch shakllandi degan gap chattaldi. Endi bu gapning savoliniki hozirgi mazmuniga kelaylik-da. Nima uchun bular mushundaq tezni bassa g'azi mushundaq chiqaverdi degan so'zning mazmuniga kelsak, endi nima uchun tugmaydi bular? Bag'ancha kengayib, mozlashib burada chiqaverdi o'tirg'a degan savolninki mazmuniga javobiga kelsak, bular mushundaq yetilgan. Bularning qo'lida 2006-yildan boshlasak, shu'liki u yoq bu yoqlardan odamlarni yig'ib akilib, dangliq professorlar bilan rasmga tushirib, alayda o'yiniga bir kartini esib qo'yib vakil deb. Manda o'ynatib qo'yib bergandan keyin har qatim mehmon bo'lib uni ta'min etib qolganlar, andan keyin tabiiy holda qo'llab ma'lgan gap, yildizlatib ma'lgan gap, yoshlarni yetildiryapti, bu turkum yoshlarni, uning 8 yil bo'ldi. Yoshlarni tarbiyalash, kadr tarbiyalash kursi edi. Ondan keyin bu yosh bir iqimlar va hozir dunyoning har qaysi joylarida magistr, doktor, aspirant o'qiyotganlar va oldi doktor chiqqanlarmi bor. Bularning o'zini yetildirib, shunday ilqinaydi tugumaydigan falsafani so'zlab,
Biz munda boshqa bilan ondan keyin vatanni qo'lga olaymiz. Bo'lmasa biz bu undaq ya bizni g'arb qo'llamaydi, sharq qo'llamaydi, qulimiz u yo'q, bu yo'q deb buni singdirib keyin abiyam qarindishimiz deganga o'xshash bu yoshlarning o'zi man qurtilishib, shu gapning o'zi mengsiga singib ketib bularniki. Bundaq gaplarni kim deydi? Bu qurultayning kadrlari o'zi desimi, bakmi ahmaydi. Buni Harvard universitetininki professoriga o'xshash, ondan keyin Hayfa universitetining professorlariga o'xshash, bunda tanliq yerdan kelgan Xitoyshunos, Uyg'urshunos deb nimasi bor aylanki. Salohiyati bor, ilmiy salohiyati bor, mundaq shaxschilar u yerda soatlab leksiya so'zlab bergandan keyin, ondan keyin buni tinchigan yoshlar, raskan emasmi, mustaqillik degan gapimiz quruq gapga bu salpisayoq gadoylarning deydigan gapga bu amal oshmaydigan gapga deb bular mantiqlashib tabiiy holda mengisi yulib ketgandan keyin, ondan keyin bularning o'zi Nuri Turkal 2018-yilda ham Ümit qarindishimiz deb o'tdi. Shu muxbirning javobiga biz avtonomiya uchun kurash qilyapmiz desimi, shuning o'zini bir 40-50 tak yoshlar norozilik bildirdi. Shu vaqtda Facebookda harakat qo'zg'adik. 40-50 yaqin yoshlar Allohga keskin o'z ismi bilan turib, imzo qo'yib turib, sizga bu huquqni kim berdi, kim vakolatlik berdi deb norozilik bildirdi. Ondan keyin turib, yana o'zicha uni qo'llaydigan iqimlar o'tirib chiqdi. Hatto ba'zi shunday ekran orqali uchur taqtiradigan studiyaga chiqib, bunda fikr professor doktorlarni taklif qiladigan shunday yaxshi undan qarindoshlarimizmi uni o'tirg'i chiqarib, yo'q, men unda demoqchi emasdim, gapni deb qo'yish muxbir gapimni kesyapti, digizib, uni oqlab, advokatligini qilib, Amerikada o'qib, advokat bo'lib ketgan, xalqaro advokat etgan odamga o'zi bir televizorni ochib, duqaychi bo'lgan so'digadek o'tirgan qarindoshlarimiz advokatligini qilib, bunda so'rin hozirlab bir to'g'ri tushunishga fursat tayyorlab berib, bunda men kutib qoldi bu ishlar. Undan keyin qurultaymi undaq demoqchi emas, mundaq mazmun bo'ldi deb o'ngishdi. Doktor professor Erkin Akram Efendim to'g'riliqni keng ko'lamli bir qancha qatim suhbat o'tkazdi. Ya, ma'vu Nuri Turkalning parangda, Nuri Turkalni aqlash parangda aytma. Shuning bilan buni aqlab, yana bir qatim uningga bildiradigan norozilik kayfiyatini tuvanga tushirib, norozilik bildirgan odamlarni sening o'zing ig'vogar deydigan kayfiyatni shakllantirib o'tdi. Unda bo'lgandan keyin qarab baqsa, uningga bir norozilik bildirgan odamning tayini yo'q. Hozir shu Nuri Turkalning shu suhbatini, inglizcha shu suhbatini bir qancha WhatsApp guruhlarga yo'llab qo'yibdi-ku, qarindoshlar, tunugini yana qayta yo'llab qo'yibdi-ku. Uningga inkor nimaga norozilik inkas bildirganlar-ku, qachongi gap bu, 2 yil oldin ko'ni gapni so'rab, menga evramda kechikdi deb. Ma'vatdan millatning taqdiriga munosabatlik qizil siziqdan o'tib ketayotgan gapning o'zini 2 yil ko'nrab ketgan gap deb kishilar uningga norozilikni bildirayotgan kayfiyat bor. Bunda bo'lgan chaqda endi Anvarjon efendimga o'xshash bunda peshqadam zotlarning o'zi albatta bundaq bir bayroqni ko'tarib chiqishga zamin hozir degan gap chataldi. Endi bunga norozilik bildirayotgan, norozilik kayfiyati turayotgan kishilar kimlar degan chaqda yakka qarindoshlar. Mushu Xitoyning zulmi jondan o'tib ketgandan keyin zodi mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi ekan deb, mushu mustaqillikning qadri o'tilib ketgan qarindoshlarimiz uchur vositalarda yakka norozilik bildirib, og'zini buzib tillab, haqoratlab, shunday bir ishlarni qilyapti. Ammo danliq tashkilotlar va bular bayonot e'lon qilmadi. Hammasi bir ulguja bayonot e'lon qilish kerak. Xuddi hozir yakka qarindoshlarimiz norozilik bildirib, sayrab ketayotgan o'xshash, danliq tashkilotlar norozilik bildirish kerak mana bayonot e'lon qilib. Maqqa ishingiz bo'lmaydi edi. Endi unda qilmagan chaqda bizga o'xshash mana shunday o'zimizniki fikrini o'tirib qo'yib menga versak,
haq tinglab qo'yib bu yoqqa norozilik fikri ifodalab yakka norozilik fikri ifodalab qo'yib o'tib ketgandan keyin bu yaxshi gapmi 3 kun, yomon gapmi 3 kun degan gap bor biznikida. Bu 3 kundan keyin baribir 5 qudi bo'ladi. Yana bular harakatlanib qilaverdi. Ay Nuri Turkiya shu gapni qilgan chaqning o'zida tashkilotlar nayt qattiq raddiya berish kerak edi. Uning o'zini to'y qildirish kerak edi. Hatto u qurultayninki shu televiziya axborot ekraniga chiqib turib tushunmaydi. Meniki avtonomiya degani bu siyosiy avtonomiya, bu xalq buni tushunmaydi dedi. Og'zini buzib qilyapti shu chaqda. Sen ko'ryapsiz bizni deb. Andan keyin boshqa studio ekranlarni taklif qilib, uningga advokatlik qilib, chapan yepib biz zamin hozirlab xalqning to'g'ri tushunishiga fursat hozirlab berdi. Endi mushtoq davomlashsa, seninki savolingda nima uchun bu ish bo'laverdi, xalqimiz nimishqa jonliq norozilik bildirmaydi, bular nima uchun o'zini totmaydi bunda xato ishni qilishdan degan chaqda endi kayfiyat, vaziyat zemin hazırlanıqlıq bularınki aşında xainana bir hareketlerini yüreklik oturup qo'yish uchun. Sebep o şu. Onunki bir umumki sebeplerini desek endi göröge evağanı dep baqaylı. Bir işareti Xitay göröge evağanı dep baqaylı. Yoki favqulodda iqtisod bilan ta'minlaganmi dep baqaylı. Yoki olmaydi 32 yildagi Çin Turkistonchilar tarbiyalab pishishchigidan ilki Aysoning suyini ishtirib, mushundaq bir bulg'ayotgan dep baqaylı. Nima desek deyli, ammo mushlarninki shu harakatni qilish ijro qilib o'tirib qo'yishda yuraklik bir zemin bo'lganligi uchun o'tirib qo'yotdi buni. Bo'lmasa o nima zaruriyati bor bunda xato ishni qilishninki. To'g'ri. Demak, xalqdan chiqayotgan norozilik 3 kun. Bu yakka shikoyat qilishlar 3 kun. 3 kundan keyin 5 kun haqimiz zerikdi. Yana bir temani o'tirib chiqirdi boshqa bir keyin. Ondan keyin o'tirakka menga urra deblam. Endi tashkilotlar chiqish kerak. Turkiyaning o'zida Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi bor. Turkiyaning o'zida Sharqiy Turkiston Ma'arif jamiyati va 38 tashkilotni imperiya qurib o'tirib chiqqan, danliq imperiya qurgan 10 minglagan qarindoshlarimizga iqtisodiy nima jihatdan ta'minlayotgan kuchli bir tashkilot. Bular o'tirib chiqish kerak, maqoyishingiz bo'lmaydi. O'limalar birligi va Sharqiy Turkiston o'limalar birligi, professor doktorlar va buningda odatdagi odamlar emas. Bular o'limalar birligining nomidan bayonot e'lon qilish kerak, sizning qarshingiz bo'lmaydi. Naq maydon so'rovga chiqib gap qilish kerak. Danliq Erkinchilik apandimga o'xshash, ashunga o'xshash danliq professor doktorlar, ziyolilar o'tirib chiqib, "Amanlar apandim, maqoyishingiz bo'lmaydi sizniki. Bunda ishni qilmang" deyish kerak. Endi ba'zi bir bana sabablarini qisqacha menga yana uchur qarindishimiz yo'llabdi. Haqiqiy haqoratlab ketdi ba'zi WhatsApp gruplarida. Shuning bilan bularniki javob ekan. Biz mushundaq bir vosita qo'llanib, endi hozirgacha qilgan harakatlarimizda Ilhom To'xtini qutqizish guruhida qilgan harakatlarimiz natijasida bir qancha danliq mukofotlarga erishdi. Buni bizning to'hfimiz yo'q emas deganga o'xshashim javob berdi. Ondan keyin biz navbatda Ilhom To'xtini rasmiy turmadan qutuldirib chiqishninki eng muhim bir sabab bor. U bo'lsa Ilhom To'xti apandini mushundaq bir danliq bir institut orqali ondan keyin Nobel mukofotiga kandidat qilish orqali Nobel mukofotini qabul qilsa, o'choq turmadan qutulib ashqalaydi degandek, buni Anvarjon apandim bergan javobmi yoki o'qishning advokatlari, qo'llovchilari chapqa yetgan gapmi? Ashunday bir mazmunlarni yo'llabdi endi. Endi bu bir bana deylandi, bu bana deydi. Nobel mukofotini oldi deydi. İlhom To'xti apandim mushu Kunzli institutininki sababi bilan chilarchilikda eb qoldi deyli. Mana Kunzli instituti, nima bu? Ilhom To'xti instituti. Ilhom instituti bir yil qurilib, bir yil o'tirishda, andan keyin yil oxirligicha Yevropada bir qancha davlatda sho'balarni qurib chiqqandan keyin bu bir danliq bir harakatga aylandi deyli. Erkin Rozi deganga o'xshash Kunzli instituti taqalgan har qaysi davlatlarda bunun sho'balari ochilib, yeni Kunzli instituti shakllansa, bu bir danliq bir eqimga aylandi. Bularning har qaysi o'z turmush davlatida Nobel komitetiga iltimos sunsa, albatta bu qilishi mumkin. Ilhom To'xti aytdi, kelar yilga yoki bu yilning oxirida Nobel mukofotiga erishishi mumkin.
Elçi qilgandan keyin Xitoy qo'yib beramda shunda to'xtam bormi? Ilhom To'xta apandim Nobel mukofoti ep qolsa biz amal yo'q qo'yib bermasak chiqib bermaydigan to'xtam bormi? Yo'q. Xitoy o'lib qoldi u turmada Nobel mukofoti deb, nima? Liu Xiaobo. Liu Xiaobo. Liu Xiaobo shunda dangliq bir shaxs, dunyoviy dangliq bo'lib ketgan. Shuning o'zi Nobel mukofoti olgan vaziyat aslida turmada o'lib ketdi, uni qo'yib bermadi, ha? Endi chet elga chiqarib bermadi. Demak, bu qaytim endi Nobel mukofoti oldi deyli. Bo'lgandan keyin, andan keyin yana andan Ilhom To'xta apandiga berilgan Nobel mukofotininki qo'ldan ketib qolmasa so'ngda yana bir bosqichga mandi deyli. Uyg'urlar avtonomiya talab qildi. 56-yil bergan avtonomiyadagi nizomlarni ijro qilib bersa, Uyg'urlar rozi kutdi deydigan bir bosqichni o'tirib chiqadi deyli. Hech nima qilmadi deyli. Ilhom To'xta apandiga Nobel mukofoti bergan bu holatdimi? Endi Ilhom To'xta apandini qutuldirish uchun bir millatning, bir vatanning territoriyalik egilik huquqini tegishga bo'lamdi. Taroziga sepib qo'yaylik. Gap bu yerda. 30 necha millionlik bir millat yashaydigan, almisaqdan Alloh taolo Uyg'urlarga bergan bu tuproqning o'zini 59-yil Xitoylar besib olish bilan 70 yildan keyin Ilhom To'xta apandininki hayat Nobel mukofoti elishiga, hayotni qutqizish emas, Nobel mukofoti elish bedeliga biz endi bu vatanning egilik huquq tavalligini chet elda turib qonunli Xitoyga o'tkazib berishimiz kerakmi? Endi mana bo'ldi. Dalay Lama 89-yil 6-oyda bayonot e'lon qilib, chet elga 57-yil chiqqandan boshlab mustaqillik uchun kurash qilgan, surgunlik hukumatni qurgan, qurolli harakat qilgan, 64-yili Hindistonning armiyasiga qo'shilib Xitoyga qarshi qurolli hujum qilgan, shundoq bir tashkilot hukumatning o'zi 89-yil 6-oyning qanchinchi kunisi Yevropa parlamentida bayonot e'lon qilib, biz o'tir yo'lni tanlaymiz dedi. Mustaqillikni voz kechdi. Voz kechib, bir yildan keyin Nobel tinchlik mukofotiga erishdi. 30 yil o'tib ketdi, 32 yil, 31 yil o'tib ketdi. Nimaga erishdi? Tibet nimaga erishdi? Bir dona Dalay Lama apandimninki, filosofninki Nobel tinchlik mukofoti elish bedeliga Tibetning egilik huquqi Xitoyga chet elda qonun tuzib berildi. Qonun tuzib berilgandan keyin bizniki nurg'unlagan faoliyatchilarimiz, aktivlarimiz, ziyolilarimiz Tibetning yo'lidan o'lgilish kerak degan gapni to'xtamay og'zini tushirmay tashabbus qildi. Tibetning yo'lidan o'lga olsak nima bo'ldi? Tibetlik shu mustaqillikning voz kechish bedeliga millionlab pulga erishdi. Chet elda Tibet da'vosi qilayotganlar oliy yashayotdi. Maoshli 24 tane ministr, hukumatning ministrlari maoshli ishlaydi. Dunyoning har qaysi davlatlarida g'ayri-rasmiy vakolatxonasi va elchixonalari bor. Bular maoshli ishlaydi. Yılda qancha millionlagan dollar dunyodan yordam keladi. Bular chet eldagi Tibet da'vogarlari jon beqish bedeliga Tibet xalqining egilik huquq tuproq tavalligi Xitoyga qonunli o'tkazib berildi. 31 yil bo'ldi. Natijasi nima bo'ldi? Faqat jon beqishniki dasmish bo'ldi. Endi chet eldagi Uyg'ur da'vogarlari, Uyg'uriston Sharqiy Turkiston da'vogarlari Tibetning yo'ldan nima bo'ldi? Menib bo'ldi. Tibetning yo'ldan 2004-yili 4-oyning 12-kunisi Tibetning yo'liga rasmiy kirdi. Hozir 16 yil bo'ldi. 16 yilning yog'i Tibetning yo'liga kirib bo'lgan narsa nima bo'ldi? Bularning natibi 10-15 atrofida odam maoshli bo'ldi hozirgachilik. Tibet yo'liga kirgandan 15 atrofida odam rasmiy shtatlik maosh oldi, maoshli kadr bo'ldi. Ondan keyin bular yilda qancha qatim dunyoda erkin faoliyat qila oladigan mundaq bir vaziyatni yaratdi. Ammo vatan nima bo'lib ketdi? Vatanning o'zi tilga og'siz darajada irqiy qirg'inchilik qo'rinyapti millat. Endi bular bizniki bu Tibetning yo'liga kirgan bu iqlimlarimiz ochiq oshkora tashkil holda o'tirib chiqib biz mustaqillik talab qilmaymiz deb bayonot e'lon qilmadi. Lekin vakolatchilari e'lon qildi. Nuri Turkal dedi bu gapni, vakolatchilari. Bugungi kunda Konzi instituti, Konzi da'vadim. Elki instituti nomida endi bu guruhning o'zi chiqib mustaqillik kerak emas degan gap chiqmagan bilan avtomatik
Xitoy Uyg'ur bu Jungoda tinch yashaydigan vaziyat uchun kurash qilamiz deganning o'zi bizga mustaqillik kerak emas degan bo'ldi. Ikkinchi bosqich uchun bayon e'lon qilganchigida bular uni deydi. To'g'ri. Nobel mukofotini Qo'ng'iroqni manda bo'yniga ko'z tiqib turib, mana birimiz endi nima deysa, bizga mustaqillik kerak emas deb bular shu yerda bayonot e'lon qildi. Mana Tibetning yo'lga kirgan 16 yilning yog'i natija bugungi kunga keldi. Qarindoshlar. Nima şey to'xtab qo'ygan manchiq. Hamiyada mana bilgan bu temaga tushungan oyog'i qarindoshlarimiz bak qiziqqan ham jiddiy nima qo'shqandi, ovoz qo'shqandi. Bugun 80 dan ortiq odam ko'rayotibdi. Bularmi g'azablanayotgan qarindoshlarimiz ham shu ishdan. Mayli mehmon dunyo degan bir do'stimiz bir savol so'rabdi. Bu yerda Tulki deganning ismi bilan chiqatdim ataldi. Bu qarindoshimiz bilmaydigan o'xshaydi, bir narsani so'rabdi. Bu Tulki degandan keyin bu Abdul Umaq degan munofiq, Abdush degan munofiqning ya'ni degan gapni anladim. Bu rostmi deydi. Ha, o rost. Hem Nuriy Turkal bu bir mezgil G'uljida o'qigankan, o'sha yerda Avlat Abdurashid ninki uyida cho'ng'igan desak bo'ladimi. Avlat Abdurashidning hisobda beqova baqqan bolasi endi. Shuning uchun ba'zida men G'uljilik deydi, ba'zi Qashqarlik deydi. Endi bu shu Avlat Abdurashidning akasining bolasi ekan. Biz endi odatda normal bir salom soatda ko'rishadigan darajada munosabatimiz bor. Faqat Amerikada yashayotgan Uyg'urlar bo'lganimiz uchunlar. Ammo u rost, Avlat Abdurashidniki shu akasining bolasi ekanligi. Ammo oxirgi mezgillarda bu Avlat Abdurashidniki masalan Amerikaga chiqqandan tortib Avlat Abdurashidniki o'zining kichik dadasi ekanligini hech kimga oshkorlab baxmaganda bu. Ammo u aniq endi. Chunki oshkorlashni xohlamaydi. Agar bu yerda samimiyat, durustlik bo'lsa, bir inson o'zininki urug' tuqqundan nomus qilmasligi kerak. Agar qalb durust bo'lsa. Chunki ba'zi insonlarning masalan dadasi o'g'ri bo'lishi mumkin, yanchiqcho'p qilishi mumkin, yoki qotil bo'lib qolishi mumkin. Dadangdan tana olamsan. Bu dadasi qotilga yoki dadasi jinoyatchiga deb endi uni qo'pib u bolasini biz agar durust yo'ldan mangsa, bolasini biz o'xshash sizoqqa qo'ya olmaymiz. Masalan, hozir nurg'un o'zini faxrlanib, men Abdukerim Abbosovningki avlodiman deb yurganlar shu O'rta Osiyoda bo'lsin, Kanadada bo'lsin. Abdukerim Abbosov uch qashqari bir Xitoyparast vatan xoini hamda bu bunday aytgan chog'da. Hatto Abdukerim Abbosov bir Xitoy xotinini qo'yib, yana bir Xitoy xotini og'idek darajada Xitoyparast. Undan keyin hatto shu bir ikki Xitoyni odatdagi sivil Xitoyni urib o'tirayotganligi uchun Sharq Turkiston armiyasidagi ikki askarni o'lim jazosiga hukm qilgan darajada bunda Xitoyparast birisi bu. Hamda vatan xoini bu. Hatto shu Beijingga atalmış shu Junha Xalq Cumhuriyetining qurilishiga chaqirdi degan vaqtida voy men Junla efendi bilan ko'rishadigan bo'ldim deb hayajonlanib ketgan bir sharafsiz hamdi. Mushunda bir sharafsizninki urug' avlodlarimi yana faxrlanib yuryapti, ya'ni tanig'ini yo'q Abdukerim Abbosovdan. Ammo bu yerda masala Avlat Abdurashidninki fuqqini bo'lish masalasi emas. Avlat Abdurashidninki Kommunist partiyasi, shu Avlat Abdurashidninki g'olib bo'lib ketgan, shu Kommunist partiyasidagi shu hukumat bilan birga yashab ketalaymi deydigan ideyasiga qarshi turyapmiz biz. Shu. Endi meyada ma temini chiqarib qoldim jasorat. U rost. Masalan shu tunugimni o'lishgan mana shu Nuriy Turkalning gapini boyi deb o'tib ketganimizdek, yani Nuriy Turkalningki advokatligiga ya buningga biz yog'andimidik, buning qarshidimidik deyotgan gapiga. Hatto Nuriy Turk manda deptike deb biz ig'vo qatmidik, bo'lgan degan gapini chaplab qo'ydik, tarjima qilib uyg'ursini chaplab qo'ydik endi. Chaplab qo'ysak meyda Hamud Mahmud deydigan birisi bor ekan, bu ahvolda qaragan yashamdi, bu o'qimayman. Yapondagi bir lalma o. Manda deb javob berib, manda deb xatiz
o'shada endi bu yerda nurg'un vatanparvar mustaqilparvar qarindoshlarimizniki nafrati bor mana Nuriy Turkalning so'zlagan so'ziga bu meyada bunda deb gap yozibdida chashqan men o'qiyverdim chunki bu haqorat so'zlarini qo'llanibdi meyada amal yo'q men bu tashviqot bo'lganki o'qiyveraman bu Hamid Mahmud nim debdi desa chashqanning o'ligisi kelsa mushukning tashig'iga isilibdi deb senlar endi Nuriyni tishlab tortishga turdinglarmi sizlar hammang Uyg'ur ichida nam atig'ing bor dushman ekanligingni burundan anglab kelgan endi Xitoy o'tish oldida Xitoyga sodiqligini bildirish uchun mushunda satlishdanmi yanmabsizlarda men sizlarga sizlar Nuriy bilan bunchalik ishlarda gap talasha oladigan odam emas o'zinglarni chaqlab ko'ringlar nomus qilg'aysizlar debdi endi mushundaq odamlarga Uyg'ur degan olamdi mayada bizni bunda gapni qilma demoqchi endi biz bu yerda Turkiyaninki bilan biz bir suhbatda o'tira olamiz yo o'tiramaymiz degan narsaninki suhbatini qilmayapmiz hatto shaxsan men endi mustaqillikdan voz kechib Xitoyga taslim bo'laman degan odam bilan bir ishtalda o'tirmayman masalan mening bu insoniy prinsipim meniki endi bu yerda biz davatgan narsa agar Nuriy Turkal yoki bo'lmasa mayli Asqarjon Anvarjon va kim bo'lsin dunyo Uyg'ur qurultiyining odamlari bo'lsin bu yerda shaxsiy gap qilayotgan bo'lsa o'zining kasbidan gap qilayotgan bo'lsa biz atqachilik qilsak agar masalan advokatlikdan gap qilayotgan bo'lsa yoki birisi qo'pib satrash bo'lsa satrashlikdan gap qilayotgan bo'lsa atqachilik qilsak sen buning kasb akli bo'lmasang sen bunga nima atqachilik qilsa desa to'g'ri ammo Uyg'ur millatining masalan Nuriy Turkalga o'xshash bizning millatimiz hozirgacha mustaqillik talab qilmadi deb butun Uyg'ur xalqining nomini setayotgan yerda biz bunga gapirib tura olmaymiz endi bu yerda demak cho'g'ayri Hamid Mahmud degandek bir nimalarningki demak cho'g'ayri nima desa mushu vatan xoinligiga milliy ixonatga sukut qilib turmamsa degandan boshqa narsa shundoq to'g'ri uchish kerak u shu endi bu yerda biz shunga bu temani biz xato qilyapmiz dedik-ku qo'ydik-ku hozirgi kelgan inkaslar 95% bizni to'g'ri qilyapsizlar deyotdi bizniki olgan javobimiz mush bo'ldi xalqimizdan boya umidmi dedi o tulki bo'lsin yo'lbos bo'lsin yoki cho'chqa bo'lsin uning bilan ishimiz yo'q ammo xalqdan ruxsat olmay turib bir 30 million bir xalqqa o'z oldiga vakolatlik qildim deb turib millatning irodasiga xilof gap qilsa biz emas asli mushu men Uyg'urning davosini qilyapman men mustaqilchi deb xalqni aldab qolayotgan tashkilotlar oldi bilan ismini atab turib xalq olamning oldida qattiq tanqid qilish kerak deb buni to'g'ri chunki bundan cho'ng ixonat bo'lmaydi munofiqlik bo'lmaydi vatanga ammo afsuski ular uni tanqid qilmoqda yo'q bizga o'xshash ularni tanqidlaganlarni tanqidlab qo'yadi degani masalan deylik shu Ramzada Turkiya u gapni qilgandan keyin qaysi kuni bir qarindishimiz edi Germaniyada Tahir degan qarindishimiz edi bir daryoning ismini o'ziga qo'yib olgan birisi televiziya boshqargan birisi mana qildi deb shu daryoning ismini qo'ygan munofiq shu tulkini ekranga chiqarib turib xalqni tillatqizdi yana sizning kallangma beshingni usuliki bu lo'nqimi axlat lo'nqisimi axlat tog'rimi deb turib yani xalqni haqorat qilyotdi sen mening deganimniki asli ma'nisiniki mustaqillik ekanligini bilgan bo'lsang o qadar dut bo'lmasang meni tillamaysan deydi bu uning gapi takrar angladik bu biz tarixdan buyon avtonomiya talab qildik degan gapdan qanday mustaqillik ma'nisi chiqdi endi biz qizil jasorat bu qip-qizil xalq bizning xalqimizni bu yerda menda bir narsa borchu gap kelib qoldi bu ziyoli
o'qigan deydigan bir gap bor. Ziyoli degan gapni bizning ziyolilar gapiryotgan tursa, ziyolilar bu ziyoli degan zot nima? Bu ziyoli deganning diplomasiga qarab ziyoli bo'lmaydi o'tgani bir deb o'tib ketdi. Bu xalqni o'qigan bo'lsin, o'qimagan bo'lsin, xalqni to'g'ri yo'lga boshlaydigan odam ziyoli bo'ladi bu yerda. Bu sening qaysi kasbda o'qiganingga diplomang qarab uni hurmat qiladigan narsa yo'q. Biz diplomisini hurmat qilganda shu kasb ahliligini hurmat qilamiz. Ammo agar millatning nomi bu yerda vatanning nomi ataldimi, demak bu yerda bundaq vatanga xoinlikqa yo'l qo'yolmaymiz. Tabii. Endi bu yerda yana bir gap qilib qoldigan bo'lib qoldim. Shundaq esim kelganda qilsam bo'lmaydi. Abay Abdurahimjon bir muhim bir gapni qildi. Mishada endi millatimizga gap qildigan vaqtimiz keldi-da. Shu nuqta millatimizga gap qildigan vaziyatga akeldi, sabrimiz toshdi. Endi Abdurahimjon nayt yaxshi dedi, bütün tashkilotlarning raislarini agar rasm shu da'voda vatanning mustaqilligini xohlaydigan bo'lsa, shu tashkilotlar mana shu sinaydigan vaqt xalqimizga bütün tashkilot raislari, tashkilot mas'ullari xalqqa bayonot e'lon qilish kerak. Bir majburiyat tug'ilgan bir vaqt bu. Agar shu vaqtida yana shu majburiyatni ado qilamagan tashkilotlarni xalq tash o'tish kerak. Bu xalq irodasidan ayrilgan harakatlar mangolmaydi. Abdurahimjonning degan mazmunining eng muhim mazmun nima degan chog'da bular shu xalqimizningki biz davomli deymiz, xalqimizning umumiy xalqimizning irodasi mustaqillik deymiz. Ammo bu yerdagi xalqimizningki umumiy irodasini ifodalaydigan xalqimizdagi bo'shanlikdan jasorat edayotganlar bular. Amaliyotda bularning oqisiga ergashganlar to'rt odam. Abay Abdurahimjon ifodalab berdi, 15-16 yilning yog'i qo'lga keltirgan natijasi 15 odamga maosh qilish bo'ldi. Ya'ni jon beqish. Endi tamam jonnimi baqsin. Ammo bu yerda vatanninki mustaqilligi, egilik huquqiga taqashqa vaqtida ammo sakrab chiqolmagan tashkilotlarni xalqimizga tashitish kerak va xalqimizga jazosini berish kerak. Bu yerda demokratik ellarda deydi-ku, xato siyosat iqbolgan siyosatning jazosi sandiqda, ya'ni saylamda ifodalanadi. Shuningga o'xshash xalqimiz bundaq tashkilotlar agar mushundaq egilik huquqimizni satgan satqunlarga javob beramagan vaqtida bayonot e'lon qilamagan tashkilotlardan chatnab chiqib, bularni yolg'iz qoldirish kerak. Endi hozir biz sabrdan gap qildik. Bir millatning qizil chizig'idan gap qilyapmiz. Bu endi mening hayron qolganim bizning zodi sabrimizning cheki qayerda degan savolni so'raydigan kelib qoldim-da, bu xalqimizdan ham. Endi hozir ba'zi qarindoshlardan so'rasa, voy qachon urush bo'lar? Urushib qolsa, mush Amerikaningki ba'zan Xitoy bilan urush bo'lib qolish ehtimoli bor degan ba'zi xabarlarni chiqarib qo'ysa, Uyg'urlar bizning xalqimizni qaynab, hayajon bilan yashab ketadi, yezib ketadi. Inshaalloh mush urush bo'lsa, qo'limga qurolni olsam, qachonmi mangamiz? Yillardan beri bir vaqtlarda Sovetlar kirdika, bizni ozod qildika desa, bir mazgillar bo'ldi, Turkiya bizni ozod qildika deb o'tdi bizning xalqimiz hamda. Endi hozir qo'pib Amerika qachon Xitoy bilan so'qisha, qachon shu urushni nim qilar? Birda tavuz pishqanda desa, birisi qo'pib urug' pishqanda desa, yoz kelsa desa, inshaalloh qish kelsa deb o'tyapti. Amaliyotda qarindoshlar hozir urushning ichida biz. Analiz qilishimiz kerak. Biz birinchidan Amerika urush qilsa, u burunqidek bunda ko'say miltiqni qo'liga ep berib urush qilgan zamon tugadi. Hozir ikki cho'ng urush bor. Biri bioximiyalik urush va bilim urushi, iqtisod urushi va miyada tashviqot urushi bo'lyapti. Hozir Amerika tashviqot urushi beryapti Xitoyga. Bu bioximiyalik urush va iqtisod urushining ichida tashviqot urushi bo'lyapti. O'tganda bir deb o'tib ketdi Xitoy o'sha Amerikadagilarning mingisini, demokratik mingidagilarni insonparvar insonlarning insoniyatlik xususiyatlarida o'ynash orqali bularni Xitoyga moya qilish uchun
mau tashviqot urushini ilib berayotganligi uchun Xitoyning Konfutsius maktablarini taqatayotganga o'xshash Xitoy mablag' solgan radio televiziyalarni taqayotdi Amerikada. Ya'ni biz analiz qilishimiz kerak, ey xalqim. Endi deydigan yer keldi, bu sabrimizning zodi chekin nada? Qachon urushib qolar? Bu agar rost shu niyatingiz durust bo'lsa, ey Uyg'ur qarindishim, bu vaqt kelib ishib ketdi. Hatto biz Amerikaninki ilib berayotgan tashviqot urushiga, iqtisodiy urushiga, Xitoy bilan bo'layotgan bu iqtisodiy urushiga bir hassimizni qo'shamisak, amaliyotda Uyg'urlarninki Sharqi Turkiston mustaqillik da'vosi bilan oyoqdagi ikkinchi turkum ozgina mankurtlashgan Uyg'urlarning Xitoyga setilgan asosda Sharqi Turkistonning egilik huquqini yana bir qitim Xitoyga taslim qilishdek bir urush bo'layotdi bu yerda. Mushu urushda maydoningizni aniq qilamagan odam qurolni qanday otsiz ma bekorlik qilamagan odam. To'g'ri. To'g'ri chiqib, mushundaq ma Ilhom To'xta institutidan chiqqan bu Anvar Jalladek, Nuri Turkanlardek va dunyo Uyg'ur huquqining ichidagi biz mustaqillik talab qilolmay, uch dalamaymiz, davatqanlarga o'zingizning bir eg'iz ma'u eg'izaki mujohidalangizni qilolmagan odam qurol va silahga otsiz. Jiningizning qanday To'g'ri gap. Bizning sabrimizning cheki nada deb har bir inson o'zidan so'rash kerak-ku. Bu zot chekimiz nada? Ya qayerga saqlaymiz? Shu Mishada anaqa qizil siziq sızgandan gapi ko'p bo'ldi. Tunugining yog'i masalan, shu da'vo yo'linishida, shu siyosat bekitishda bizning qizil siziqimiz shu mustaqillikni dedi-ku. Ma umidning gapi bo'yicha haqiqatan hozir bu anaqa savrning cheki bo'lish kerak. Savriga bir siziq, qizil siziq bo'lish kerak. Tabiiyki bo'lish kerak. Ya'ni savram toshdi, savr qachon chiqildi deymiz-ku. Ammo bizning millatimiz hozirgacha shu savriniki qizil siziqi nada deganni birsi tilga olmadi. Hozir Uyg'ur biz bir musulmon xalq. Bizning ar-nomusimiz, bizning adillarimiz, singillarimiz, ota-onamiz. Bizga erkek bo'lsang qizil siziq nima deganda singlinga birsi ko'z tashlasa, adanga birsi chaqchaq qilsa, opangga birsi tosh otsa, pichoq bilan qornini yerilsa, chunki qizil siziq oshadi. Ammo bu qizil siziq Xitoy atlab o'tib, bizning qizlarimizning, adillarimiz, singillar, hatto opalarimizning qo'yniga kirib oldi. Endi jasoratma gapinga bir qo'shimcha qilay. Mishada bu bir insonni sharafsiz deb tilsa bek eg'ir keladi. Amaliyotda biz Uyg'urlar hozir sharafsizlik qilyapmiz hozir. Ya'ni sabrining cheki bo'lmagan bir insonni abay sen degandek o'zining singlisini dafsanda qilsa, xotinini dafsanda qilsa, och singillarni onasini dafsanda qilsa qarab turgan odam sharafsiz bo'ladi. Ya'ni so'lamchi bo'ladi, so'lamchi Uyg'urcha va dehqon tilida. Ya'ni biz hozir Uyg'urlar so'lamchi, sharafsiz bir millat holatiga mushunda ketaversak, tarixga biz la'nati bo'lib yozilamiz qarindoshlar. Agar mushu o'zimizning sharaf qizil sizig'imizni belgilamasak, biz tarixga sharafsiz bir millat, sharafsiz bir insonlar bo'lib yozilamiz. To'g'ri. Endi haqiqatan shu sirtki ahvollarga qarasa, ba'zi men shu savol, shu javobga baq qo'shilaman. Biz haqiqatan chet eldagi erkek sanaqa Uyg'urlar sharafsiz bo'lib bo'ldik hozir. Masalan, deylik, yaqinqi zamon shu nimasida da'vo sepida oramizdan bir erkak chiqdi. İstanbul'da yashaydigan Mehmet Tursun Zunun deydigan bir kuchalik bor. Aşı bir erkek chiqdi. Aşı chaqda Xitoyninki olimpiki bo'lib, mashalni ko'tarib İstanbuldan o'tganda aşı bir jiniga, aşı butun Xitoy bo'yicha tanlangan 10dan ortiq chiniqqan Xitoyga etildi. Aşı qo'landagi mashal mushu olimpikga bo'lgan haqorat. Sana o'xshash insonni qirayotgan bir davlatning olimpik o'tkazishi insoniyatga bo'lgan haqorat. Men shu ar-nomusimni aqlayman deb aşı mashalga etildi. Ulardan ilib, julib ilib dengizga tashlayman deb etildi.
Mana bu birdan bir erkek. Onundan keyin Xitoy konsuliga benzin bombası attı. To'g'ri. Ve onundan keyin u ahmag'andan keyin nima bo'ldi? O'ziga o't Namoyishda o'ziga o't yoqdi. Mana erkek degan mushundaq bo'ladi. Haqiqiy erkek. Yana mushu erkekni, yana bizning oramizdagi haliqi Abay Hamutdek, ilq tulkidek munofiqlar chiqib terrorist deb tildi. Ha. to'g'ri. Terrorist deb tildi. Yani bizning aramızda bizning latılığımızdan bir erkek çıksa aldı bilan özümüzden adamları onu terörist deb tillab ucuqtirib o'tilgan holat shakllangan holatda hozir qarindoshlar. Bundaq latı millatni Xitoy qirmay kimni qirdi? Endi hozir masalan bu terrorist degan gapni qilib qolding jasorat. 2000 bu September 11 Amerikada ishki bino portlagandan keyin Xitoy bu shu fursatni ajoyib bizni qirish uchun foydalandi-da, hamda shu Amerikaning terrorizm bilan urush qilishni. Amaliyotda Amerika siyosatimi buni bilgachga Amerikaningki terrorizm bilan mücadelesi bilan Xitoyning terrorizm bilan mücadele qilmay davatqinning o'rtasidagi farqni Amerika bilgachga, Guantanamodagi Uyg'urlarni terrorist deb e'lon qilmadi. Guantanamoga aketgan Uyg'urlarni. Palog'i yerlashtirdi. Ularni o'xshamagan davlatlarga erkin qo'yibdi, ularni terrorist deb atamadı. Mushuningdimi uyg'onamidik bizning xalqimizcha. Ham bu yerda Amerika bizni terrorist deb qolamiki, g'arb ellari bizni terrorist deb qolamiki degan qo'rqinchni yashadik. Ya qarindoshlarim, bu Amerikaning milliy istixboroti va Angliyada kuchli davlatlarning milliy istixboroti Xitoyning kimni terrorist demayotgani va yoki bo'lmasa kimni terrorist demayotganini undan biladi bular. Bizda milliy istixborot bo'lmagani bilan ularning bu yerda bir irqiy qirg'inchilikni Xitoyning qilayotgan irqiy qirg'inchiligining ustiga bir yopiq yepib buni terrorizm deb ko'rsatayotganligi. Ya'ni bu yerda xalqningki mustaqillikka bo'lgan irodasidan chiqqan qarshilik, mustaqillikni talab qilgan bir inqilobini terrorizm deb ko'rsatayotganligini bu Amerika kuchli davlatlar biladi, ammo bizning Uyg'ur xalq bilmaydi buni. Ammo bizning Uyg'ur tashkilotlar bundan qo'rqib, o'zidan o'ziga urkaklik qilib qildi. Bay sen degandek endi hozir bu bizningki nurg'un o'zimni jinimni tikdim men mujohid deydigan qarindoshlarimiz bor. Endi bu Alloh mujohidligini qabul qilsin. Ammo nurg'un mujohidlarimiz bunday aytgan chaqda hech qanday Xitoyning bunini qanatmay turib jinini qurbon qilib bergan mujohidlarimiz jiq bu yerda. Boshqalar uchun urush qilib turibdi. Nima uchun vatan xoinining bunini qanatmaysan? Nima uchun Xitoyning bunini qanatmaysa, bu mujodil emas bu. Endi unda deb kelsa, biz butun ummatni birlashtirib, ummat birlashgandan keyin unda olsa bizning vatanni ozod qilib. Unda olsa bu Uyg'ur xalq ummatning partiyasi emasmi unda olsa? Bu yerda qo'pib, yana nimaga taqiladi desam, shu millatningki bo'shanligidan bo'layotgan narsa. Arlıqda Xitoy mıcıq tomurumuzni tutuşu, şu kəm köləmdə qırğınçılıq əp verişdən buran köp qatım tomurumuzni tutdu. Maqaqninki təpkisi qandaq bala dəb az-azdan qırpaqdı, bu qırğınçılıqlar toxtumağandı. Uşaq qırpaqdı qarasa Uyğurdan inkaz kəmmidi. Çetəldəki davanı şu vankat başlıq munafiqlarga qolğa kirgizib elib, eliqinindek terrorist deb nima deymiz, azroqda bir ish chiqsa, terrorizm bilan qo'rqitadigan, erkaklarimizni bir ish qila olmaydigan holatga kelib qo'ydi. Ya'ni azroqda bir ish bo'lsa, oldi bilan o'zimizning Uyg'urlari terrorist deb tillaydi. Mushu muhitni yaratdi. Shuning bilan endi uning ustiga bu chet eldagi cho'ng tashkilot deganlarmi, Robiya Qodirova o'xshash bir haqiqiy liderdan ayrilgandan keyinlar vatanda keng ko'lamda qirg'inchilik boshlanib ketdi. Hozir mana mushu Amerikaga o'xshash g'arb ellari sunniy hamroda turib, bizning vatandagi bir shirada o'tgan odamning yuzini aniq ko'rolmaydigan bir holatda, bir dunyoda 3 milliondan ortiq qarindoshimizni ochiq oshkor shu yo'g'on lagerlarni yasab akirib, bu millatni endi qirib etmasak bo'lmaydi deb qirib o'tdi. O'sha holat shakllandi.
agar bizda ozroq bir tepki bo'lgan bo'lsa, agar biz qizil siziqdan o'tib ketguncha, bizning savrimizdan qizil siziqlardan o'tib ketguncha azdek yeyib o'tamagan bo'lsak yoki Allohim bizni qutqizib qo'ygan, Allohim Xitoyning va jadisini bergan deb Alloh tilab o'tamagan bo'lsak, Xitoyning ozroq og'iz burnini qanatgan bo'lsak, masalan deylik, bir odamningki hadisi yoki singlisiga haqorat qilgan bo'lsa Xitoy, u jonidan voz kecha oladigan holatga kelish kerak. Chunki nomusi u sizning qizil siziqing ashada. Ammo hozir Uyg'urlar erkaklar qanday holat keldi desa, yig'lab o'tirgan, Allohim qutqizib qo'ygan, Xitoyning jajjisini bergan deb o'tirgan holatga. Unda bo'lgandan keyin Xitoy degan nima? Biz Uyg'ur hammada yaxshi bilamiz-ku, bir vahshiy hayvon. Masalan, bir ishtlarni o'tdagan, bir kalini o'tdaganda bir pichoq urib qolsa, urib o'tib, jinnini chiqarib o'tib, terisini so'ysa bo'ladi-ku. Ammo Xitoy uning terisini tirik so'yishdan huzur oladigan bir g'ayriy maxluq. Bu narsalarni dunyo ko'rib hayron qoldi. Ey, bularda insonlik bormi? Ani o'tirib o'tib terisini so'ysa bo'lmamdi. Endi ishni ezib qo'yib terisini tirik so'yayotgan ahvollarni ko'rdinglar. Uyg'urni ana ashtoq so'yayotdi hozir. Ammo bizdan bir tepki chiqmadi. Muhammad Tursun Zunundan yana birisi chiqmadi masalan. To'g'ri. Endi bizning holimiz mushu ahvolda bo'lg'ashqa, masalan, mana Ilhom To'xti instituti va Konzu institutidagilarga o'xshash hech aymanmasdan xalqimiz hech bo'lmasa og'izda bo'lsin qarshilik qilayotgan holatdimi yana shu maynat, shu nijis, shu ifloslikda bilan biz tinchlikda yashay olamiz degan gapni ko'tarib chiqyotdi qarindoshlar. Hamma yerda bir necha qarindishimiz yozibdi, sizlarga bir taklifimiz deydi. Mushu ishni qilgan Anvarjonning o'ziga bevosita hozir telefon qilsanglar bo'lmamdi deydi. Bu Anvarjon bilan mening bevosita aloqam yo'q. Ayni vaqtda pul so'raganda mendan aloqamiz bor edi, 10 yildan oshdi, uningga aloqamiz yo'q hozir. Ammo bu odamniki nimasi bor? Masalan, bu nimada Facebook'dagi nimasi bor ekan-manda, qanday bir telefon qilib qo'y olamdi. Endi hozir men bir taklifim bor, Jasorat. Bu yerim kechog'anda yaxshi olmaydi, odam yoshni qilgan odam qilgan xato ishi, o xatolik, uni biz mayada ochiq bilan o'tirib, ochiq bilan nima ish qilding, nima ish qilmading desakmi, demasakmi, u kishi bunga qanday javob berishini qat'iy nazar qilgan ishi bir xatolik. Bu yerda xalqimiz buni tushunishi kerak. Abiyam deyip o'tkazmayotgandek tashkilotlar munosabat qurish kerak, tashkilotlar bunga norozilik ochiq oshkor bayonot e'lon qilish lozim. U kishini bu yerga chiqib xalqning oldiga tishlab qo'yib o'tirib javob beraman deb iqror qildirib, uniki javobini elish, ifodasini elish hech qanday zarurat yo'q. Endi qarindoshlar shuna deydiki, bu oqisning gapiga nafaydan chiqib qilsam olmamdi. Mashindal debdilar bir mungdaklan bir gapda. Biz Biz bu suhbatni, bu yerda suhbatni o'rinlashtirishimizdagi, soatlab gapirishimizdagi maqsad xalqning o'zini tushanchisini uyg'otish, odamlar nima to'g'ri, nima xato, mana bilib kelinglar deyish. Andiki bunga o'rnak ko'rsatish. Vankatibni bu qurultayniki gap so'zini qilsak, qurultayning rahbarini chiqib, naq maydonga chiqib gap qilmamsizlar degan. Birisining gapi qilsa, naq maydonga chiqmamsizlar deydi. Bu kishilarningki qinoat oddiy bir orzusi bu-ku endi. O biz u odamni chiqib, naq maydonga chiqib, uni mat qilib etish yoki uniki ifodasini elib, voy bilmabdimi, xapomonli qarindoshlar degizish emas. Maqsad mushundaq o'rnaklarni o'tirish orqali munda ish chiqqan chog'da biz xalqimiz qanday tayyor turish kerak, qanday inkosni bildirish kerak deganni ifodalash bizning maqsadimiz. Shuning uchun yo'q jazorat. Ammo Abdurimjonning gapiga men %100 qo'shilmayman. Endi hozir mandaq bir narsa borda. Endi hozir bizningki mushu boshqalarning advokatligini qildigan ish pek chiqlab ketdi. Ular unda demabdiki, sizlar xato tushunib olgan o'xshaysizlar. Asli ularning maqsadi unda emasdi, ya unda emasdi. Birinchidan shu narsaga ishonmaslik kerak-ku bizning xalqimizningki. Endi hozir Abduljon bek muhim mazmunni o'tirib qo'ydi. Biz bu yerda birisini ochiqib bu sahnada
kechirim so'rg'izish emas maqsadimiz. Shu qilgan xatoligini xalqimizga ko'rsatish. Va bu inson manda bir narsa borku, bu inson xuddi hammamiz Allohning taqdiridagi insoniyat bo'lganligi butun yaratib Allohning taqdirida. Bu yerda biz birdanlik o'ylamdik, 1 minutlik o'ylamdik bilmaymiz. Bu inson bugun sahnaga chiqib, meyada va men asli unda degim yo'q deb Xudo Nuri Turkalning advokatlari chiqarib o'zini oqlagandek o'zini oqlashi mumkin. Men unda degim yo'q deb va bunda deb bu sahnaga chiqib ashuni desa, demak buningga qilayotgan ishni kechirib o'tamdi unda bo'lsa qilg'ashini. Tabiiy kechiramiz. Bu yerda sistemalik bir xatolikni to'lish va xalqimizning oldida umumiy bayonot e'lon qilib turib, o'zining xatoligini kechirim so'rash, xalqdan kechirim so'rash boshqa narsa. Bu yerda bu sahnaga chiqib va xato o'zini oqlaydi bular. Agar xalqdan besim kelmasa, bu o'zining qilayotgan yerini to'g'ri deydi. Endi mushu inson o'lib qolib qolsa, demak buning qilgan xatoliklari hammasi shuni bilan tuganda, yo'q, bu yerda bir tashkillik qilayotgan vatanga qoyillik bor. To'g'ri. Biz xalqimiz uyg'unib, mushu tashkillik holda vatanning egilik huquqini Xitoyga yana bir qitim topshirib berishdik bir xoinlikning Abay Abdurimjon degandek, bu Tibet davosiga o'xshitib akab bizni yana Xitoy bilan egilik huquqimizni sit etadigan davoning oldini olish uchun xalqimizni uyg'otish uchun so'zlayapmiz bu yerda. Masalan, hozir Do'lqin Aysa chiqsa o'zini maqtaydi, u bali gap. O'zini to'g'ri deydi, u bali gap. Ixrob bo'lmaydi o'zining xatoligini. Bu Anvarjon hozir so'rab chiqsak, yana o'zining bir falsafasi, bir shu chunki bunda qilqi hozir chunki bular vatanni to'liq ochiq oshkora Xitoy bilan o'tirib bir ustal ustida imzo qo'yitigan hali kelmadi bular. Ashaga aks bordi shu yerga. Shu qo'l qo'ydigan biz olayli va mustaqilchilar bo'lib ketmasin degan harakatni qilyapti. Endi shungacha ortiqda bularningki bu qilayotgan vatan egilik huquqini setish ixonatida bularning xalqni aldash uchun o'zining qilayotgan po'qini yepish uchun bir turkum yasab olgan so'zlar bo'ldi bularningki. Endi bu so'zlar bilan chiqadi bu sahnaga chiqsa, ammo xalqimizning majburlashi bo'lsa, bular o'ziningki butun xalqarodagi, ya'ni inglizcha, mushu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti olsun, Amerika olsun, biz anda qilyapmiz, bunda qilyapmiz deb rasmiy chiqayotgan yerlarda shu gapni qila oladigan holga akaldirish ya akaldira emaslik bizning xalqimizning qo'lida bu. Agar sen mushu davoda uchuq transparency deydi, sen uchuqliq xalqqa uchuq holda sen davoda mansang, biz seni qo'llamaymiz deydigan darajada xalqdan besim kelmigicha bularning o'zining po'qini yapadigan bir gaplari bo'ladi, har vaqt bo'lib kelyapti. Hatto kulkilik chaqchaqlarga aylantirib, uni yumorlik qilib turib bu gapni yepib tutulib kelyapti hozirgacha. Uchuq javob bermayapti. Miki-mikilik bor. Ammo bu yerda biz xalqimizningki bir insonning fikri sizlar uni nima degan ochiqmaysizlar. Hozir bo'pti Anvarjonni ochiqaylik, o'qitib buni. O'zining vaqtida bu shu xalqqa o'zilqi Ilhom To'xtuningki fikrini yeyib Xitoylar bilan birga yashab ketishni tushunchasini taqdimiz deganni yozgan vaqtida bular uni yezishdan burun xalqimizni qandoq aldaymiz deganning planini qurib bo'ldi bular. Ani yezib e'lon qilishdan burun xalqning ko'zini qanday bo'yaymiz deganning tayyorligini qilib, uni ma'no chiqardi. Shuning uchun bu yerda oldi bilan Anvarjonni yoki uni buni bu yerga chiqarib, bu sahnaga bizga suhbatlashib, uni Abdurimjon degandek, uni biz mat qilib olish uchun shaxmat o'ynamayapmiz bu yerda. Tabii. Xalqimiz uyg'onish kerak. Xalqimiz uyg'ongan vaqtida xalq sharafli bo'lgan vaqtida, o'zining sharafini qo'g'daydigan xalq yetilgan vaqtida sharafsizlarningki haddini bildiradigan vaqtimizda bular bizniki lekin men to'g'riliq bugungi suhbatimning oxirida faqat ikki og'iz hozirroq bir 2 minut gap qilay.
Bay degandek men sizlarning deganinglarga to'p-to'g'ri qo'shilaman. Bizning bu yerda qilayotgan ishimiz xalqqa qaysi yo'lning to'g'ri, qaysi yo'lning xato, kim bilan birlashish, kim bilan ittifoqlashish, bu masaladagi strategiya yo'nalishni asosli tushuntirish bu bizningki asosli fikrimiz, nuqtamiz edi. Endi yana birisi bu yerda Abdurimjon bu yerdan o'tirib Dalay Lamaninki masalan mushula o'tirib ehtimolini o'tirib qo'ygan joyda bu yerdan Abdurimjon degandek Dalay Lamaga o'xshash Nobel mukofotiga erishtirib, xalqaroda to'nitib, shaxs qilib, baland bukun siyosatning yo'llarini bular albatta shunday deydigan. Abdurimjon buni erishsa qandoq bo'ladi degan to'g'riliq masalan Dalay Lamanikini ko'rsatib o'tdi. Aslida qurolliq harakat qila oladigan bir Dalay Lamaniki eng oxirida hozirgidek holat kelganligi Nobel mukofotinikin dedi. Albatta qo'shilman. Men bunga qo'shib yana 2-3 odamlarniki bu yerda men qisqacha bir ishlarni tunishtirib o'tmoqchi. Masalan, Birmaning rahbari ayni vaqtda Aung San Suu Kyi xushum o'tirib diktator hokimiyatlar tarafidan qo'lga olinib turmayotgan xalqaroning besimi orqali qo'yib etilgan. Eng oxirida shumi mushu Norvegiyaning Osloda dunyo tinchlik Nobel mukofotiga erishgan. Aung San Suu Kyi taxtga chiqqandan keyin Myanmarda qanchalik insonlar qirildi? Buni xalqimiz o'zi so'rasin. Endi ikkinchilar Falastinning rahbari Yasir Arafat. Shumi qurolliq harakat qilgan 27 yoshidan tortib dunyoda BDTlarga kirgan, shumi 89-yili Nobel mukofotiga erishdi. Nobel mukofotiga erishgan chog'da qarshi partiyalar ularga nima deb inkos qaytardi? Bu biz uchun o'lim dedi. 89-yili biz uchun o'lim. Bizning egilik huquqimizni boshqalarga setyapti dedi. Anda qolsa Yasir Arafat nima ishlarni qilib bera oldi? Anda qo'ygan biz uni eshib o'tirib deyli. Masalan, Barack Obama Nobel mukofotiga erishdi. Anda Nobel mukofotiga erishgan Barack Obama Suriyaga tinchlik hayklamadi. Shuning uchun bu yerda biz Nobel mukofotiga erishish orqali bu yerda bizning mustaqillikqa bo'lgan manba, mavqe hamma narsa hal bo'ladi, davoltirib oshila ashundoq tushuntirishi mumkin. Millatimiz bunday ishlarga sagaklik bilan o'ylash kerak. Meningcha bo'lgan vaqtning o'zida bu vaqtni uzatishdan boshqa aldamchilikdan iborat bu Nobel mukofotiga ko'rsatish baland bukun degan bo'lsa, bu bir shular besib o'tgan qadam o'xshash yana bir aldamchilik bir taktikasi deb o'ylayman. Meningki buguncha rahmat men deydigan gapim. Shu. Oxirida mening deydiganim men bugun tunugin ko'rgandik bu xabarni, shu Konuz institutining qurilganligini. Ondan keyin to'rlar portlab ketdi. Hamma odam degidek inkos yozibdi, uningga yozib, hammasi tushdan tillab ketdi. Ya'ni bu nimadan deganda xalqimiz haqiqatan asta-asta uyg'onishga boshlabdi. Ya'ni ilgari shu 2017-yili shu Myunxda rezil o'yin o'yinlab millatning lideri putlab yiqitilganda bu qadar inkoslar bo'lmagan. Bu kadar avazlarni anlamagandik. Ama bu qatam mushu selishtirib ko'rsak, 2017ga selishtirganda nəhayət cho'ng ilgirlash bor. Ular faqat shu Xitoy bilan birga yashaymiz dedi. Bir millatning liderini o'rvatmadi, putlab. Bu shu bir yig'iz gap uchun xalqimiz portlab ketdi. Ham dediki, qizil siziq sizda. Nurg'ullar qizil siziq ma'vo, ma'noda olib kelsang, sen da'vogar emas, sen tashkilot emas, biz seni tonimaymiz dedi. Şunun neticesi qanday oldu? Men hozir qarab baxtim, bu nimaga? Shu Konuz institutiniki to'rbetiga kirib qarasam, bular yozgan hiliqi halqiliq jumlalar yo'q. Ya'ni Xitoy bilan birga yashaymiz, nima deyiladi, huzur ichida yashaymiz deydigan yeri yo'q. Demek ki bular o'zining xatoligini tonibdi, o'zgartibdi. İngilizchada yo'qdir deyilgan gaplar, xan, Uyg'ur, xan degan millatlar bilan birga yashaydi deydigan gaplar yo'qdirdi. Ammo bular ham bu yerda o'zgartayotgani bilan meningcha nurg'un yerlarga email soldi, pochtadan soldi, tashviq varaq tarqatdi, bular berib bo'ldi. Ham bundan keyin ashlar bilan ko'rishganda aşı ağızdan chiqadigan gapdimi o'sha yerlarni o'chirib o'tamdi, buni bilmaymiz endi. Endi shu jasorat
bir gap qo'shib o'tay mishada mishada yana nihoyatda negizlik masala bor. O'tganda Abdurimjon nimani deb o'tib ketdi, Nuriy Turkiyal gapni qilgan vaqtida bir necha chapanchilar chiqiblar uni oqlab, shuning bilan 3 kundan keyin bu g'avg'o besiqdi deb. Mana bir taktika bo'lishi mumkin. Bu tadrijiy xalqninki to'mirini tutish bo'layotgandan keyin bu yerdagi ish bular mushundaq bir narsani chaplab xalqninki bir mingisini bir qalaymiqon qiladi. Yana bir 2 kun, 3-4 kun besiqqandan keyin 5-6 oy, 3-4 oy besiqqandan keyin buni yana bir shu jumlaninki o'ttirisiga bir kalimalarni almashtirib yana bir chiqirdi bularchi. Azroq uningga bir bo'yoq berib silab sipab hozir men rasm yaxshi sizilmay qolibdi deb uning ustiga yana ancha-muncha bo'yoq berib ochqidi, ammo negizlik mazmuni o'zgarmaydi buningki, chunki qonga kirib ketdi bularning. Endi buning oldini qanday olamiz degan chaqda shu xalq uyg'oq bo'lishi kerak. Xalq uyg'oq bo'lishi kerak. Uningki meningki shu sahnadagi bugungi bir murojaat bo'lsa deb nima qildik ayrim. Hammamiz shunga qo'shilsak, shu to'rtimiz butun shu tashkilotlarni Bay Abdurimjon qarindashimiz degandek bu tashkilotlarni bayonot e'lon qilishga chaqiriq qilsak qarindoshlarimiz. Chunki bu tashkilotlar orqadan bayonot e'lon qilib bu Ilhom To'xta institutininki o'ttirib qo'ygan bu narsani hargiz qabul qilgani bo'lmaydiganligini. Hatto masalan inson haqlari kishilik huquq da'vosi qilayotgan bir tashkilot men bu masalaga aralashamayman deyishi mumkin. Ammo aralashamsan, sen o'zing inson haqlari da'vosi qilayotgan bo'lsang, sen mustaqillik deb chiqma. Ammo vatan bu yerda Xitoy bilan birga yashab ketamiz. Xitoylar bilan biz oppoq-chappoq birga yashaymiz deganni biz qabul qilmaymiz degan gapni dalalaydiganga hech qanday cheklama yo'q bu Amerikada erkinlikda. Demak bu yerda bir qizil sizig'imizga taqashdi bular. Taqishib, abay sen degandek bir mancha mazmunni yana supab o'chirib o'tganlar oz kundan keyin bularning niyat shu bo'lgandan keyin buni yana bir amal qilib chiqirdi. Lekin buni 3 kun bilan to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Agar yana buni sus qarab o'chirib o'tib qolibdi bular veb-saytidan, endi bular pushmanqiga o'xshaydi. Xuddi men Nuriy Turkiyalninki so'zini chaplab qo'ysam, bir qarindishimiz nihoyat yaxshi niyatli bola o'xshaydi. Bir qarindishimiz aytdi, Abdurimjon degandek, bu burun bo'lgan gapkan, bu vaqt o'tib ketgan gapni bu yerga chiqarib nima ish qilamiz, balkim pushman qilgandi umi debdi. Ammo hozirgacha pushman qilganligini e'tirof qildimi? Anlamadik, hech narsa o'zining to'qini yepishga urindiki, ammo xalqim men xato qildim demadi. Hatto mening niyatim mandaqda insonni ba'zida og'zidan xato gap chiqib ketish qilish mumkin-ku. Ammo bu yerda og'izni buzib o'tgan, birisini haqorat qilib o'tgan so'z emas. Ma'u millatning egilik huquqini setib atgan masalada bu oddiy bir kechirim so'rash emas. Xalqning oldida ig'ir o'zining xatoligini to'nimig'icha bu insonlarningki boshqalar qo'pib voy xato qilib qopti-ku bu. Voy ana o'chirib o'tibdi emasmi? Endi pushmanqiga o'xshaydi degan narsalarga xalqimiz o'ldanmasligi kerak bundan keyin. Ama yerda o'z abay san tilga olgan ularni maqtab avliyo qilib nima dedi, uningga bir eg'iz gap tepib berolmaysa degandek chapanchilar meningcha bu programmamizni o tulkilar va boshqalar vankatiblar ajoyib ko'ruvdi, ishonsanglar. Ko'rdi, ko'rmagan bo'lsa ko'ziga tiqib o'sha aksini kuchu. Bizga o'xshash oddiy puhralarning oldiga akason o'sha aqllarini biz gap deb beramamdik yoki u gap deb beramamdi bizga. Ko'rpaqsan maydonda sina degan gap bor. Biz dedi qaysi kuni birsi programmalarga vankatibni chaqirsanglarmamdi, yuzlasanglarmam. Ishigimiz uchuq, ekranimiz dag'dan uchuq ularga dedik. Kesin har vaqt uchuq. Haşalıqı Mahmud deganlar chapanchi shunga o'xshashlar aqsiq yetkazib qo'ysin, yo'q aqsning o'rnida chiqsin miyaga akak bo'lsa. Chiqib mishadini qilamiz. Ammo bir narsani his qilishimiz kerakki, qarindoshlarim, biz bilib bilmay ayni vaqtdagi shu buvimiz Abduxoliq Uyg'urning rolini o'ynayapmiz, ishonsanglar. Bizda shu ruhning o'lganligidan, erkaklikning o'lganligidan
Xeyli yıllardan beri muşnunga okşaş, muştumuzorluk, haramzadliklerge ün çıkmay keldik. Avaz çıkamay keldik. Mana hazır şensanlar muşu yakından yağı ekranımızda kördüğanlarının sani acayip köp işi vatıdı. Hem inkaslardan qaraganda xalqimiz bizga o'xshash haqni so'zlaydiganlarga ehtiyoj borki. Ya'ni masalan nurg'unlar debdi, bu programmalarni ko'rib nurg'un biz bilmaydigan ishlarni bilib oldik. Mujundanmish borki deydiganlar hozirgi shu borki. Bizning xiyolimizda hozir davr taraqqiy qilib ketdi. Hamma odamning qo'lida telefon bor, hamma odamning qo'lida Facebook, WhatsApp bor. Hamma ishlarni asosan biladi deb turibdi. Unda emasga qarindoshlarim. Şuna Demek televizor yok uyucuktigida. Şuna biz dedik-ku, biz özümüzge savol qo'ydik. Biz xato qilib o'tamdik deb. Biz ajoyib to'g'ri qilib o'tibdik qarindoshlarim. Men bu hech zerikmay sizlarning vaqtinglarni eliverdim. Nemishqa deganda bu ishning savobini ko'ryapman. Bu ishning natijasini ko'ryapman. Xalqimizdan kelgan sadolardan buni ko'ryapman. Bizning yuragimiz vatan uchun soqqanligi uchun bu ishga vaqtimizni ajratishga biz rozi. Bu haqda o'rganishga, o'rganganlarimizni ko'pchilik bilan hambaharlashga biz rozi. Bayaqi Anvarjonni bir telefon qilib ekranga chiqargan bo'lsanglar deb 3-4 debdiki, bo'pti deb telefon qilib qo'yibdim, ammo gapinglarni anglab, nihoyatda to'g'ri ko'rdim gapinglarni, telefonni uzib etdim. Ammo bu ekran bu Anvarjon degan apandi mening esimda qilishcha bir xo'sh-xo'shqo'dan hocamning ekranida riyosatchilik qilyapti. Ahlikallı hocam, Silvaga isildan kelsin deydigan bir ekran bor. Shu ekranda riyosatchilik qilyapti bu. Mümkün bo'lsa, shu hocam yana xo'sh-xo'sh hocam deb turib, yana bir riyosatchilikka taklif qilsa, meningcha keladi. Bu yana riyosatchi emasmi? Shekilli xo'sh-xo'sh deb turib, yana bir chiroyli gap qilmoqsin qani. Nima bo'ldi, nemish xato qildimmi yoki bilmay o'chirib o'tdimmi, ayliq gaplarni shu ekranda anglasak da yaxshi bo'lishi mumkin. Agar Anvarjon apandiga telefon qilib ketsanku, telefonini olamay qolibdimi, acha ekranini desam, men ochaman. Vaqtmi birak berib qoldik qarindoshlarim, yana 2,5 soat bo'lib qolibdi. Buni deb vaqtning o'tib ketganini bilmaydigan bo'lib qoldik, chunki ko'ngilchilar nihoyat qizg'in, boya 90 necha odam ko'ryapti. Hozir vaqtmi 11:20 bo'libdi. Kechib qoldim. Sizlar orom edinglar. Biz xato qilyapmiz degan bu suhbatninki bugun asli boshqa temada deyishmoqchidik. Men birdan savol tayyorlab qo'ygan, ammo afsus, qiziq nuqta bo'lg'achqa buni so'zlab qoldik. Yana bir qatimga taklif qilishga men majbur bo'lyapman. Yana bir qatim ko'rishguncha qarindoshlarim, omon bo'linglar, salomatligingizga diqqat qilinglar. Hammanglarni Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshim, bu sizlarni aziz huzuringizda hikmatli so'zlar. Kutishingga loyiq odam bo'lsalar, saqlash go'zaldir. Baş ko'tirish uchun bir mezgil baş cho'kirish kerak. It bilan ilishib it bo'lma. Agar ilishsang, yo'lvas bilan ilish. Ya sunsun bilak yoki cho'ng'aysin yurak. Shamol qayoqqa kuchli chiqsa, shu yoqqa yurganni axlat deymiz. İnsanlar güllərinin arasında tikanlarning bo'lganligidan shikoyat qilguncha, tikanlarning arasida gullarning yaratilganligiga shukr qilishi lozim. Kishi o'zining kim ekanligini bilmoqchi bo'lsa, kimlarni sevganligiga qarasin. Qilishga tegishli yaxshi, foydali ishlarni ertaga qo'yma. Erta bo'lishi, lekin sen ertaga chiqamay qilishing mumkin. Kema qirg'oqda eng bexatar. Ammo kemining vazifasi bu emas. Haq so'zni qilishga qodir bo'lamasang, nohaq so'zga bo'lsa-mu chavaqchanma. Bulg'angan muhitda uzun turgan kishining sap havoda besh og'riydi. Kun ko'ray desang, kundan burun o'rningdan tur. Hürmetli kardeşim, bu akıllıya sözlerden
azroq bo'lsa-mu bahra olsangiz, mening xushlig'im shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Oxirida deb qo'ydiganim, menga jiq savollar kelib ketdi, doim keladi. Shu siz to'la bir nimalarni ham bahrlaydi ekansiz. Shunga Facebookda ishlagan videolaringiz ostiga tushib yo'qolib ketadi ekan. Qanday topmaymiz deganlar. Shunga shu savollar bek ko'p kelgachga menga asosan men ishlagan videolarni shu nimaga YouTube'ga ko'chirib qo'yaman qarindoshlar. YouTube'ga kirib, shu Facebook'dagi ismim Cesaret Ümit deganni yazsanglar, aşağıda mening sahifam ochiladi, mening kanalim ochiladi. Aşağıya kirib videolarimni topa olasiz va eng oddiy usuli buniki, o'ng tarafda bir qo'ng'iroq bor ekan qarindoshlarim. Shu qo'ng'iroqni bosib abona, ya'ni mushtir bo'lib qo'ysangiz, yangi ishlangan videolar, yangi ishlangan asha qo'yilgan aman sizga signal keldiki, ham darhol ichib ko'ra oladi ekansiz. Shunlashqa buningda men har bir qarindoshga birdan javob berishdan qutulib qoldi ekanman. Mush ish ko'pchilikning esida bo'lib qolsa. Hammalarning ko'p vaqtini oldi qarindoshlarim, hammalarga vaqt ajratib ko'paginglarga ko'p rahmat. Hammalarni Allohga omonat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim.